Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Yeni bir qatımlıq Uçuq Söhbət proqramımızı görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqun. Qadirli görürmənlərimiz həmalağa məlum bolğandak yıllardan bu yan davamlaşdırıb atqan bu proqramımızda millətimiz içindəki hər xil sahələdəki məyli siyasi sahə olsun, məyli dini sahədəkilər olsun, ilmi sahədəkilər olsun, közgü görünən bir işlərini ro'yobga chiqargan şəxslərimizni, alimlərimizni çağırıb xilma-xil mavzularda söhbət ötküzüb kelyapmiz. Bugün şunun cümləsindən tünügün biz elanımızda bəgəndək. Əlbəttə Türkiyənin içindəki asasiyyətin xalqımız bilib qaraymış. Şunaqla dünyanın hər qaysı yerlərindəki xalqımız bu axbaratlarını yaxından küzüb kelyatqan xalqımız tunuyduğan bir kişi Türkiyədə nəhayət aktiv uzun yıllardan bu yan tinim tapmay, yalğız qalsımı, cemaat işçide bolsunmu, nədə bolsa bir kişilik özünün vətəngi bolğan borcunu, qarzını ada qilishim kerak degan bu muhabbət qalbida kuyayotgan şu işıq səbəblik tinim tapmay hər xil hərəkətlərdə, fəaliyyətlərdə buluyotgan nəhayət biz hörmətləydiğən, yaxından Türkiyədə xalqımız bu nəhayət hörmətləydiğən Muhammed Tursun Uyğur əpəndim bilən vətənsizlik həsrətində təvrigən qaləm namlıq bir söhbət ötküzdüğünümüzdə tünügün elanımızda bəgəndik. Aldı bilən qimmatli vaxtını çıxırıb ziyaretimini qəbul qılğanlıq üçün köpdən-köp rəhmət etməliyəm. Rəhmət. Allah razı olsun. Qadirli görürmənlərimiz proqramımız YouTube və Facebook kanallarımız arqılıq Nəq Meydandan tarqıtılıvatıda. Ekran aldı çıxıb duruyatqan nömrümüz şunaqla ictimai fikir vasitələrdəki əlaqə vasitələrimiz arqılıq proqramımızға əlaqədar hər qandaq fikir təkliflərini buyursunlar. Suallarınlar bolsa, soruşunlarını ümid qılımız. Şunaqla köpləyən xeyirnaşırımızın faydalanışı üçün həm bəhərləb qoyuşuna, həm unutmayısınlar. Əlbəttə biz saat 6 dəb elan bəgəndik. Hazır 7 oldu, 1 saat. Keçib qaldıq, keçürüm sorayımız. Texnikалық məsələ tüfəyli biraz aldı gəlib qaldı. Bunun keçürüm sorayımız. Əlbəttə, onda xüsusi bir vasitə proqramı kirib kəssəm, hörmətlik Muhammed Tursun əpəndim əmdi. Əlbəttə, siz aldığımızda məsələn şu hazır 3 kitabınız aldığımda turubdu. Xalqımız mı ən başda bu 2 tomluq 100 məşhur Uyğur deyən kitab bilən yüz görüşüb bunun 6 yıl burun nəşirdən çıxqandı. Yaxında şu ösmürlərimiz üçün 100 məşhur Uyğurdan yaş ösmürlər üçün tüzülgən, həm qısqartılğan bu gözəl, nəhayət çiraylıq müqaviləndə ösmürlərimizdən, yaş ösmürlərimizdən texamı qısqa vaxt içində bu 100-cik məşhur Uyğurlarımız kirgizilgən bu qatımqı sanda. Bu yenidən nəşirdən çıxıbdı həmdə. Şu an müş kitabdan başlayan bolsaq, əlbəttə bu iki kitabını siz 9 yıl sərf qılıb yazıb çıxqandan keyin aradan 6 yıl ötkəndən keyin bu kitab beslib çıxqan boldu həmdə. Şu an müşünə nimə törtkü boldu, bunu bir görürmənlərimiz bilib ötkənimiz. Buludu. Şimdi asıl görgeden bu iki kısımlık 100 məşhur Uyğur çoğunlar üçün yazılған kitap. Bu qatımqısı hazır qollarga aldı. Bizning yaşlarımız, yaş ösmürlerimiz üçün tayyorlandi. Xoş. Bunu tayyorlashdagi maqsad hamda kitapningki hajmi cho'ng, yani 1100 necha betlik cho'ng hajmli kitap. Yaşlarımızga, ösmürlerimizge eg'ir keladi mana kitap. Xo'sh. Ama shuni qayt o'ylab ko'zda tutib, buni qisqartib, hozir siz tushundirganda 100 dan ortiq mashhur shaxslarda şu 100 məşhur Uyğur degan kitapdimi? Cəmi 100 məşhur Uyğur, anandan keyin 10 nəfər Uyğur qoşumça kirgizilgan, cəmi 110 nəfər şəxs vardı. Şu kitapqa şu şəxslərin aynısı oxşaş şəkildə kirgizildi, rədd tərtibindən tartib rəsmlərgəcə hətta oxşaş. Faqat şu məzmunları tərcüməli qayt görülüb, oqulub, ixcamlaşdırılıb, qısqartılıb. Yaşlarımızga, ösmürlərimizga uzun mükəmməldiğən, qısqa mükəmməldiğən şəkildə oqsa bir məzmun, məlum bir şəxsniki tərcüməli, özgüçlük bir bilələydiğən səviyyədə tayyorlandı. Bunun yazışdaki məqsəd bu kitabni. Şimdi bizniki bulup mu çat ellerde
doğulup, chet elde çoğun olup yaşap atkan yaşlarımızmı, ösmürlerimizmi şu özümüzdeki tarihi şahıslarımızdan tarjımalını bilmeyi çoğun olup atıdı. Bundan hemimizin haberi var. Hoş. Bu başkalar tarafından Şarkı Türkistan besbilingan, bula ezilgen millet, besbilingan vatandan adamlara değerli vergenden keyin bu bizning yaşlarımız, ösmürlerimiz anlalı vergenden keyin məyuslanıp, köngüle yerim bulup bir xil ro'yi tushkunlik bo'ladi ekan. O maktablarda, lekin bu masalan Turkiyada o'qisa shu turklarning qahramonlarini, tarixini o'qiydi ekan. Yüzünden kahramanları bilip çoğun oladı ekan. Men Uyg'ur diyemeydi ekan. İkinci sınıf muamelesi görüp qilishdan azroq o'zini qochirdi ekan. Hem biz yo'q, bizning momanda qahramonlarimiz chiqqan. Bizning momanda davlatlarimiz qurilgan deb bunda bir so'zlab tushundiray desa, unda bir o'qiydigan kitap yo'q. Xo'sh. Anda bo'lgandan keyin bir narsa ya bilmagan so'zlaydismi? Shunda bir xil tushkunlik ichida cho'ng bo'lib o'tadi. Bu hamda keyingi nasllarimiz uchun menimcha bu bak jiddiy qaraydigan masala deb qaradim. Men shuni ko'zda tutib tayyorladim. Hozir gapni uzrab ketmaslik uchun kitobni o'z tilida kichkina o'qib berayman. Xo'sh. Hozirgi vaziyatda Uyg'ur xalqining kelgusi taqdiri intayin xatarlik bo'lib qoldi. Shunga barliq o'smirlarimiz va yoshlarimiz intayin sezgur va mas'uliyatchan bo'lishi kerak. Alloh taolaning o'zlarini Uyg'ur qilib yaratganligini, davlatining Sharqiy Turkiston ekanligini aniq bilib olishi lozim. O'ziga qanday qilishimiz kerak degan savolni qo'yib, mustaqilligimizni asliga keltirish uchun fidokorlik bilan kurash qilishga tayyorlanish kerak. Kelgusi avlodlarning vatansiz xarizorlikda boshqalarning vatanida boshqalarning quliga talmirib qolmasligi uchun ishni oldi bilan o'zining tarixini o'rganishdan, shonliq tarixida iz qoldirgan mashhur shaxslarning tarixini bilishdan boshlashi lozim. Agar biz tariximizni o'rganmasak, bilmasak, tarixni kuchliklar ojizlarning dumbisiga yozadi. Şuna men bu ösmürlerimiz ve yaşlarımızın özünün tarihi ve meşhur şahslarının tercümanını kıskaca bolsunmu bilip elişke faydası buludu diyen ümit bilen bu kitabını tayarladım. Hoş. Şu kitabını tayarladık maksadım uşulak yani bir düşündüreyim. Ama şu kitap bana bu bek çıraylık naydı, epçil bir kitap oldu. Cemi 140 bet. Şu bütün betleri renklik. Bütün kitap renklik. Şu kiriş sözlerinden tatip iki bet. Mesela bir şahsına tercümalı başlandı, miyadan başlandı, miyadı tügeydi. Miyadan başlandı, miyadı tügeydi. Acayip kıskartılıp düşüyorum. Ya uzun emez, kıska emez. Bir varak iki bet tayarlandı. Nayet düşünüşlük. Şuna yaş ösmürlerimizge maskelidu. Şuna o'qish tegishlik yosh o'smirlarimiz uchun darslik kitob qilib o'tish tegishlik bir kitob. To'g'ri. Deb baholag'anlarmi hozir bir qancha maktablarda, madrasalarda hozir bir haftadan oshnimiki darslik qilib o'qitilyapti boshida. Albatta ko'p rahmat. Bizmi bu ekrandan qadrli ko'ruvchilarimiz bu qatimqi o'sha xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligining shu dunyo Sharq Turkistonga qatnashib uchrashish yig'inidami bu kitob nihoyat yaxshi tunishtirilgan shu vaqtida. Bütün dünyadaki halkımızdaki arkadaş mektepler, aileler bunu çokum ailesinde şunu seçip prezentlerge o'qishga tashabbus qilishi kerak bo'lgan kitoblarning. Chunki inson tabiatida inson birilerini dunyoda o'rnak qilib yashash tabiati va insonlik ekan. Biga o'ylab boqaylik, ijtimoiy fikr vositalarida bolalarimiz, yoshlarimiz kimlarning hayroni bo'lib yuradigan, kimlarning mastanisi bo'lib. Birisiga qaraysiz futbolchi, yana birisiga qaraysiz san'atchi, yana birisi o'sha kino sohasida rol oladigan mesela. Uni ajoyib bir xil o'ziga mastanisi bo'lib, uning har bir qiliqlarini, kiygan kiyimlarini ashundoq butun dunyoda bir yaqin bo'layotgan bir masala hamda. Chunki u millat agarda o'zininki ashundoq tarixda ajoyib iz qoldirgan inson o'qisa, tilni tikan qildigan ishlarni ro'yobga chiqargan bir o'zining millatidan bo'lgan o'rnaklarini ko'rgan vaqtida, uni bilgan vaqtida, uni o'qigan vaqtida
shuningdek bo'lish orzusi kichikdan boshlab insonning qalbida o't yolqini tutishadigan gap hamdi. Shunga tariximizda bovlarimizdan shu aytib bergan cho'chak shu hikoyalardagi shaxslarni shu ajoyib g'aroyib anlanib turgandi. Chunki u bir millatni yetishtirib chiqadigan narsa millatda hamdi. Mayli uning rost amaliy bo'g'ini bo'lsin yoki to'qilg'ini bo'lsin, u bir millatni yetishtirib chiqishda qancha muhim ekanligini bütün Türk milletinin hammasi tariximizda o'rtaq ham bu masala. Uyg'ur millatimizmi shunga bu nuqtani haqiqatan vatanimizda shunchalik cheklanayotgan bu millatning hech bir kerak emas, u yerdan eqib kelib qolgan millat ekanligini bugun o'smirlarimizga, farzandlarimizga Xitoy kecha kunduz bu ta'til tashviqoti, zaharlik tashviqoti bilan o'zining sesiq madaniyatini tanishtiryapti. O'ylab boqaylik. Shunday sharoitda bu chet elda buni cho'qim avlodlarimizga hamma yerdagi xalqimiz dunyoning ham yerdagi o'qitishi kerak bo'lgan, tushundirishi kerak bo'lgan, ham o'zlari ham o'qishi kerak bo'lgan masala bu ikki tomliq narsami deb qaraymiz, ham chaqiramiz xalqimizni. Alloh razı bo'lsin. Hamda shu ikki tomliq buni albatta xalqimiz mencha beslig'ilma hozir 5-6 yil bo'lganligi uchun nurg'unlar bildi deb qarayman. Bu kitob nurg'un o'z vaqtidan tatib nurg'un sözü bulungan bir kitaptan bu iki tomluq. Keng doiralik yozilgan bu kitap. Mush kitapda sizlarga yezilish 9 yil ajr qilib yezib chiqlamdi. Men bu yerda so'ramoqchi bo'lganim, mushning yezilish jarayoni nashr qilinib bugungacha bo'lgan sizlarga o'zlariga masalan kelgan uchurlar, baholar, his qilganlar haqida bir ikki yozga gapiraman. Gap qilib bu kitap taxminan bir 3 yil atrofida tayyorlab qildim, material to'plab. 8 yildan ko'proq vaqt ketdi yezishga. 11-12 yilda tayyor bo'lgan bo'ldi bu kitap. Xo'sh. 1900 betdan uzunroqdi. Shu yetishib bo'lmay, 14 nomerli xatning nomerini 13 nomerga kichikiltib, 1160 necha betga tushirib, 2 qismliq chiroyli yaxshi bir kitap bo'ldi. Kitap nashr qilingandan keyin xalqimiz asos jihatdan bak qarshi oldi. Bak bunda ta'sirli ishlar bo'ldi masalan. Masalan bir kuni bir odam keldi, 300 necha kilometr bir yerda ekanmish Turkiyaniki. Aşağıdan kelibdi. Bir Tunu yağ ekepti mesela. Bir halta yanak ekepti. Sizin bu kitabını yazıpla, ben okudum, okup çıktım. Şeydeki bir okuyucu ağaynım hep verip diken tesirlendik, jığladık. Kolumuzdan başka iş kelmeydiken sizlere bir rahmetimizin bolsa aytaylı edip. Mesela yana şuna qadamlar keldi. Aytaydım bu mening yürek sözüm dep. Yazgan xatlarını qo'limga berib, quchoqlab ko'rishib, yig'lab. Xo'sh. Shundaq chiqqan odamlarmi bo'ldi. Andan keyin shu bir kuni yakshanba kuni ochmaymiz kitobxonni. Atiganda telefon keldi. Asam kitobxonaga kelgan bo'lsalar deb, bugun ochmaydiq. Sen kelgan bo'lsalar deb shunday dedi. Tunamaydigan nomer. Badım, basam bir araya gelken, çırayla görüştük. Sizin kitaplarını okuduk. Bak hoş bulduk, sizlere rahmet etkil geldik. Biz kaç kitaplardan 50 nüska, 50 yürüyüş bergen olsun. 50 yürüyüş etmedim. Yani şu derecede yaxşı adamla bayken ben keyin uqsam bu Ankara'daki namoyishda apırıp şu namoyish qatnaşgan kişilerge taqitib beribdi. Bir nusqani ep qilib, qog'ozlarni taqitib beribdi. Köpten köp rahmet etti. Yani bunda ahvallar köp oldu hem de. Bu ne? Mao vatansizlik, qadrsizlik degan kitabımı yazdım bir kısım ahvallarını. Yani şuna yaxşı ahvallar oldu. Xo'sh. Ama hakikaten de elbette gap qilsak nurg'un gaplar va men bu ikkinchi kitob kelganda unimi deyman. Hamda yana bir masalamdi shu. Çünkü vatansizlik degan kitobda ba'zi men çünkü hammani o'qib bo'lib andan keyin sizni taklif qildim degan bu suhbatga. Nurg'un
Acayip ta'sirli narsalarni yezib bilamdi uningga. Bundan keyin masalan bir insonlarga sizlar masalan bir yozuvchilik bizning bir kasbiy nima emas. İnsanlar nurgun bir cesaret getiren bir iş hem de bolqa. Yigizib bo'lgandan keyin haqlar xil narsa u deyishi mumkin. Mushlarning hammasini ko'z oldida qo'yib turib, mushni turtki bo'lgansinda mushni qalam elishga majburlagan narsa nima tamdi. Chet elga chiqqandan keyin. Buni mandali tushundirsak, buni sal boshdan tushuntirishga to'g'ri keldi, sal jiqroq gap qilishga to'g'ri keldi. Bu chet elga chiqqandan keyin yozish qaroriga kelgan kitob emas bu aslida. Xo'sh. Endi biz vatanda cho'ng bo'ldik. Masalan, biz shu 60-yildan keyin odamlar 70-yillardan boshlab o'qidik. O vaqtlarning o'zida bizniki Uyg'urcha yozig'mi yo'q, yangi yoziq degan tanqani yoziqni o'qiydik biz. Shu kitoblarni, shu xatlarni o'rganib o'qiyotgan davrimiz u bizniki madaq olimlarimiz, yozuvchi tarixchilarimiz yozgan kitoblarimiz hech yo'q ekan shu vaqtning o'zida hammasi. Masalan, kitobxonaga kirsak, Xitoyning kitoblari, Uyg'urcha ama Xitoyning kitoblari. Xo'sh. Ko'l bo'yidagi kichik qarovul. Masalan, Purushqo'chaqning xatarlik sarguzashtlari, Itbosh Boymunchoqning xatarlik sarguzashtlari, Chujuqorazning xatarlik sarguzashtlari deb bir boshdan boshlasa bu. To'g'ri. Shu hammasi Xitoyning hamda bu bir narsalar. Anadan keyin hikoya roman kitoblar bo'lsin, masalan, Go'yibo degani bo'lsin. Tumalloq poytaxtdagi gazet sotquchi bola bo'lsin. Masalan, cheksiz o'rmon, qorliq dala. Rangarang bir gulchechak purkangan tog'lar bo'lsin, ikkalisi oxirgi ikki qismliqdan kitob. O'sha Xitoyning tarixini o'qiymiz-da. Yana bir tarafdan shu Xitoyning tarixiy kitoblari bunda Uyg'urchaga tarjima qilinib chiqishga boshladi. Kitob Uyg'urcha bo'lgan bilan, masalan, shu urushqoq beyliklar haqida qissa, Chunchu davri haqida qissa, G'arbiy xon sulolasi haqida qissa, Sharq xon sulolasi haqida qissa, uch podshohlar haqida qissa keyingi yillarda chiqdi hamda bular. Bu tarafdan bu aloqa Subuyda romanlaridan tortib, men 10 yoshimda o'qib tugatib bo'ldim masalan. Hatto 9 yoshimda o'qib bo'ldim, tugatib bo'ldim desam bo'ladi. Xo'sh. Bu ham o'qiymiz. O'qigandan keyin shu 9-10 yosh vaqtlarimizdan tortib, o'sha Xitoyning narslarini o'qib olgandan keyin odamda bir xil o'ylanish bo'ladi ekan. Shaxsan menda shunday bir o'ylanish bo'ldi. Ondan keyin asta-asta 80-yillarning kirishi bilan chet eldan kitoblarim Uyg'urchaga tarjima qilishga boshladi. O'qisak, onda chet eldan qahramonlar chiqadi endi. Angliyanikini o'qisak, inglizninki o'lmasda dil razvi qilishi deganga o'xshash. Rusiyanikini o'qisak, rusdan va kaza. Shuning bilan turib, ana shu yillardan boshlab, shu 80-yillardan boshlab biz Uyg'urlarning mustaqil davlatlarimiz bo'lgan bu qiymati. Bizning bir qolgan podshohlarimiz, Xoqon podshohlarimiz o'tgan bu qiymati tarixda. Bizning botir qahramonlarimiz bo'lgan bu qiymati. Bizning mana dunyoga tunilgan olim adablarimiz bo'lgan bu qiymati deb bunda o'ylanagan bo'ldi. 80-yillarning o'ttirilaridan boshlab qaynam o'rkishi, chala tekkan o'q, Eledul qo'llari deganga o'xshash Uyg'urlarning ba'zi romanlari chiqishga boshladi. Keyin Asha Mahmadning o'shmas izlar. Oxirisida endi Abdurim O'tkirning. O'yg'ongan zaman ikki qism bu sal kerak ekan. Biz shu qaynam o'rkishi, chala tekkan o'q deganlardek shu romanlarni o'qishga boshlagandan keyin bizda bir xil dastlabki bir narsa shakllanishga boshladi kallamizda deb yuzimizga qaradi. Bo'lmasa burun ashunda bir narsalarni o'qib, bek o'yinish ichida o'tdim-man. O'rta maktabniki to'liqsiz o'rta maktabning 1-yilligida tunji qatnam Sadir Palvon qo'shiqlari, Nozugum qo'shiqlari bilan tanishdik. Biz Uyg'urlarning mundaq botir mashhur shaxslari, botirlar o'tgan ekan tarixda deb o'yladigan bo'ldim men. Biz romanlarni o'qigandan keyin 80-yillarning o'ttirlaridan boshlab, Xitoy biz Uyg'ur ekanmiz, Xitoy bizning vatanimizni besib olgan dushman ekan degan rasmiy bir hukm to'liq shakllanib bo'ldi menda shaxsan. 80-yillarning o'ttirlaridan boshlab, balkim boshlaridan boshlab. Yani shu vaqtning o'zidan boshlab menda Xitoylar mashraitda bizniki olim yozuvchilarimiz o'zimizning tarixini
özümüzningki tarix turgan meşhur devletlerimizin, meşhur şahslarımızın tercümanlarını hergizim yazılı koymaydı. Ama bizning chet elda, mesela Qozog'istonda, Turkiyada en az bir 2 milyon Uyg'urlarımız var. Bularning orasida minglagan ziyolilarimiz, yozuvchilarimiz var bu chapqa. O'zimizning mayda tarixlarini, meşhur şahslarımızın tarixlarini ayrım necha kitob qilib yozib oldi deb o'zimga tasalli beradigan bo'ldi. Xo'sh. Shu vaqtlar. Xulosa qilib 97-yilning 5-ida bizim shu vatanimizda yashamay, men chet elga chiqdim. Ama bunda bir kitap yok. Oturdu chet elde. 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl degandek. Hiç yok ekan. To'g'ri. Hiç yok bo'lgandan keyin menda shu 10 yaşlarımdan başlap o'qigan shu ichimdagi bir o'ylanish bor endi. Ahiri men qayta o'ylandim. To'xta. Meme bir adamgo, meme bir Şarkı Türkistanlık, bir Uygurgo. Meme şuncha kitap o'qibdiman-go. Nimaga o'zim yozmayman? Ashuni o'ylaydigan bo'ldim, o'ylashga boshladim. Ash o'ylashga boshlagandan keyin 2005-2006-yildan boshlab shu material to'plashga boshladik. O'tirda bir tuzuk materialmi yo'q, u vaqtlarda kitaplarni nashr qiladi, bekarlik taqdi. Aş bekarlikda qolgan kitapni o'qiydigan adam yo'q. Masalan, ashuni Abdujalil Turan bostirib taqdi. Hozir bu taklif ekan nashriyatning qurg'uvchisi taklif ekan kitobxonning negisi. Masalan, Sharq Turkiston tarixi, Uyg'urlar. Ana degan boshqa bir qism kitoblar shu vaqtlarning o'zida chiqqan kitoblar masalan. Türkçe ba'zi bir kitoblar degandek. 2009-yil men tunji bir internet olgan bo'ldim. 2009-yilning 5-ida. 6-oydan boshlab uni binasini o'rganib, vatanning turbatlariga kirib, tizimlitib, o chaqda vatanning turbatlari tas-taraqqa qilayotgan vaqtlar. Buni o'qiydigan bo'ldik. Uning ait ko'p foydasi bo'ldi. Ana, shunda qilib u yerdan bir boshdan material to'plab, 2009-yili 6-oydan boshlab tapa olganlarimdan boshlab yozishga boshladim. Tapa olganlarimdan boshlab. Endi 2014-yildan boshlab kitobxonlarda ishladim. Dastlabda Qutatqibila kitobxonasida ishladim. Keyin Sotuq Buraxan kitobxonasida. Xo'sh. Bu men uchun nihoyatda bir tepilg'usiz yaxshi bir fursat bo'ldi. Kitoblarni shunda qilib, bu kitobni axir yozib chiqdim. Uyg'urlarda milliy ruhni yetildirish lozim. Haqiqatan. Alloh razı bo'lsin. Nihoyat yaxshi bir aslini so'zlab o'tdilar. Haqiqatan ashuni bilmaganligimiz shu ba'zi o'zini to'van ko'rish psixikasining vaqtning o'tishiga akishib paydo bo'lib qolishidagi shu ham avlodlarda ham hatto cho'nglarimizda shu o'zimizning tarixidagi shu insonni haqiqatan hayron qoldiradigan izlarni o'sha hayotda ko'zitib yashab o'tib ketgan shu buyuklarimizni bilmaganlik sababdan boshqalarning odatdagi ish qilgan bir qahramonlarmi bizga nisbatan ham acayip cho'ng ko'rinib ketadi hamda. Alloh razı bo'lsin. Hamda mishada yana bir nima bu kitobda hamda asosiy butunlay kirgizilganlarning hammasi shu hozir Alburun vafot deb ketgan hamda mashhur shaxslarimiz ham bizning. Mayli tarixchisi mayli yangi zamondagi bo'lsin. Masalan bu sizlar muajiratga hayotini yashayotganlar uzun yillar bo'ldi, chet elga chiqdilar. Shu ham vatan ichida chet eldami masalan shu nurg'un bu xalq uchun ajoyib ishlarni ro'yobga chiqargan kishilarimiz bor masalan. Maqsum Ajimkam o'ylab ketdi Turkiyada. Masalan siyosiy faoliyat Rabiya Qodir xonim masalan u chiqqandan keyin nurg'un cho'ng g'arb dunyosida Uyg'ur davasida shakllanib ketgandi. Bunda hayot bo'lgan shaxslarning kirgizilmasligida alayda bir sabab bormi yoki? Chunki bunda savollar ancha-muncha so'ralgan bo'ldi masalan. Sizlarga ham so'ralgan bo'lishi mumkin.
Bundaq. Hazır bu sualın silimi soruldu. Hakikaten bundan burun ben şu kitapxonada ishlab algan vaqtda, shu kitap nashrdan chiqqandan keyin so'ralgan savol bu. Az deganda 7-8 qatim so'ralgan. Hozirmi so'rildi. Bu kitapqa vafot bo'lgan shaxslarning tarjimasi kirgizildi. Hayat shaxslarning tarjimasini yozmadim. Xo'sh. Yana vafot bo'lgan shaxs deganda, masalan, yozilganlarning orasida Isam Qurban, Achaqshaqchi Isam 2013-yil vafot bo'lgan ekan. Yani eng keyin vafot bo'lgan shu Isam Qurban shuninggacha yozildi tarix yana. Vafot bo'lgan tarix, tug'ilgan vaqtda egizbasku. Masalan, Zayd Yusuf undan keyin tug'ilganlik, masalan, undan burun shahid bo'lganlik deganga o'xshash. Men mushu ahvollarni ko'p o'ylab az ben aşınanga qandaq yazganligimdan tatib yozganlik jiq adamdan shu kitobni balkim tafsili o'qimadi, yana hozir shu savol hozir xil ko'p so'raldi. Necha kun ilgirimi bir menda manda deb yozgan-ku, kirish so'zda, kirish so'ziningki 13-betida manda degan qurbon edi. Bu kitob tövandagidek 4 xil prinsip bo'yicha yozildi. Birinchi, kitobda yer olgan shaxslar Uyg'ur bo'lish. İkinci, tarixda o'tgan real shaxs bo'lish. Üçüncü, ijobiy shaxs bo'lish. To'rtinchi, kitobga kirgizilgan mashhur shaxslarni dastlabda birinchidan boshlab radga tizishni ustida ko'p o'ylandim. Bir qancha qatimliq suhbatdan keyin shaxslarni radga turg'izishda tug'ilgan yilini asos qilib radga turg'izishni muvofiq ko'rdim. Shuning uchun kitobdagi mashhur shaxslar milodidan ilgirki eng burungi vaqtdan boshlab bugungi kunimizgacha tug'ilgan yili rad tartibi bo'yicha radga turg'izildi. O'qirmanlarning bu nuqtaga diqqat qilishini umid qilaman deb alohida eskartdik. Xo'sh. Bunda bo'lgandan keyin endi men tiriklarni yozmadim, vafot bo'lganlarni yozdim deb 5-ga bir modda qilishni muvofiq ko'rmadim. Qancha qatim bunday yozg'im keldi, hech muvofiq ko'rmadim o'zimcha. Buni o'qigan adam har qanday adam biladi-ku buni deb. Bu sil deganda rost agar tiriklarni yozish to'g'ri kelgan bo'lsa, şu vaqtning o'zida chunki ba'zi tiriklar buning ichidagi yezilganlardan bakrak jiqish qilgan uchun. Albatta. Buning ichida yezishga tegishli bir emas, bir qancha shaxs bor. Mustaqilning o'zidami, hatto vatandami. To'g'ri. Chuqur yezilish kerak bo'lgan. Ammo men tirik shu gapni deyishma hozir bir sal afsuski ish qilmagan nisbatan shu yezishmi deyishmi to'g'ri muvofiq ko'rmadim men. Şuna hayat mashhur shaxslarimizni yozmadim. Bu yozilganlar vafot bo'lgan shaxslar. To'g'ri. Xayr, bo'lma. Ammo hali ko'p odamlarning qallasida savol bor ekan, bir qism shaxslarni bizim men bilmayman shaxsan. Uni qanday bo'ldi, qanday bo'lib degandek. Shu sababdan. To'g'ri. Allah razı olsun. Bu bir menda gap chiqdi. Hozir men savol chiqqandan keyin yana bir gapni deyil, shu vaqtning o'zida masalan kitob nashrdan chiqishdan burun Hasan Mahsum bilan Avlaki Mahsum hojimlarmi vafot bo'lib ketgan masalan. Anda o'sha vafot bo'lganning hammasini yozsang, bularni-chu degan menda savolim chiqishi mumkin. Men bularni yozdim. Ammo shu hozir mana kirish so'zda bor. Avlaki rahmatli Hasan Mahsum bilan Avlaki Mahsum hojim mushkulaning tarix tarjimalari tayyor qo'limda bor. Hozir men boshlayapman. Tayyorlagan. Ama ma'lum suhbatlar, maslahatlar bo'ldi. Bizningki mana sharoitimiz sababli, siyosiy vaziyat sharoitimiz sababli shu ikki kishiningki tarjimali turib tursin deyildi. Shu qarorga keldik. Shuning bilan shunday bo'ldi. Hozirgi sharoitimizga tozabak hammani yozish to'g'ri keladi. Agar unday yozmasak chalib qoladi, yo unda qilolmagan, yo bunda bo'lib qolmagan. Mesela bolsa onda. Ben aşınım alaydı yazıp koydum. Kirish so'zining oxirida bor. Alaydı. Maxsus bir abzas. Xo'sh. Allah razı olsun. Bu maydonlashib ketgan bo'ldi. Endi mana ikkinchi kitoblar vatansizlik, qadrsizlik, kechirmishlarim. Haqiqatan bu kitobni cho'qim nurg'un xalqimizning o'qishini arzu qilaman. Boshdan oxir. Yani bir shaxsningki kechirmishlari bo'lgan bo'lsa-mu, ama nurg'un narsani his qildirdi vatanga bizni ixtiyorsiz holatda
vatanga bizni opirdi. Shu davrninki chunki so'zlanayotgan har bir voqealikning ichidan bu tajovuzchi Xitoyning nimalarni ata ashillarni mashab qilayotganligini his qila olamiz. Nurg'un narsa uning keyindan bo'lib Turkiyaninki siyosiy holati o'z vaqtidagi nurg'un narsalarni inson bilib oladigan bir ta'sir qilgan bir kitob bo'ldi bu. Albatta buning ichida men nurg'un yerlarni ishoratlaganimda vaqtimiz suvdek o'tib ketyapti hamda hammasini tafsili so'rab bo'lishga biroz afsus bo'ldi ekan. Shu men mushada vaqt munosabatlar eng muhim deb qaragan bir mush kitobdan tilga olingan masaladan bir qancha narsalarni ig'izlardan anglasak ekan deb orzu qilaman. Mushada o'smirlik vaqtlaridagi Xitoy bilan bo'lgan tunji qitimliq jang degan bir mavzu bor. Shuni bir eslab bergan bo'lsa, sizning og'izlardan bir anglagan bo'lsak. Shu savolni so'rayman degan sizlar, shunda bir savol so'rayman degan sizlar 2 kun burun. Shu vaqtning o'zida men boshqa gap qilolmadim. Bu savolni bu savolga undaq ya kitobni o'qish lozim, bu shu savolning javobini bilish uchun, bo'lmasa bir amaliy harakat ko'z tutish lozim. Men shu chaqda ishlatgan narsani yasab olib keldim men. Tunugun bir kun vaqt chiqarib yasadim. O'shada sinasak bo'lamda? Mayli agar bu cho'ng bir narsa bo'lmasa ham bu. Yo'q. Unda. Maşallah, sizlar resmi tayyorlab qilgan. Bunda qaraslar, sizlar shu savolni so'rayman degandan keyin men shunda bo'ldi. Men de shunda qattiq o'ylandim. Butun bir kun o'ylandim. Tunugun bir kun yasadim. Cho'ng narsa emas. Bo'ldi. Buni mana olib kelishimdagi sabab bu sal ikkilinib 2-3 kun o'rtasida dilg'il bo'lib qoldim shu gapga kelganda. Ma bizningki bek ko'p odamlarimiz bo'libmi yoshlarimiz shu 30-40 yil ichida bek cho'ng o'zgarish bo'libdi. Mana shu qismoqni yasab olib keldim mesela. Voy maşallah. Mana shu qismoq. Sizlar aşağı turib ko'rsatibsizlar bo'ldi. Aşağı turib ko'rsatsizlar? Mana shu men aslida o'ltasizlar nima chiqib ketmay. Bu aslında tümüydü yasaydı, bundan çok küçük mi yasalıydı. Şunda addı, bu rezinginin orunda bu bir cansız rezingiydi. Maslar kıp kösesler mi? Biz vatandan şaraiti da, Harbininki çakının kelip işlep ketken, çakınınki rezingisini işli tutup, şu vakitin o'zida Atarlarninki, ishakarularninki. Atarlarning ishakarularning aşırımındaki partisini elip, meyaga şu rezingini manda bağlaydı. O kelen qattiq tukishdi. Shu ma'ni menda 4-5 xil qilishga to'g'ri keldi mesela. Bu shuni qismoq deymiz. Men shu vaqtning o'zida men shu ishlatgan narsa, mana shu qismoq. Buni so'ralgan savol bo'lgandiki, men bunda qilishimdagi sabab, men shu yil 10-oyda men Nozugum Tangnuri maktabdagi bolalar mana shu milliy urf odatlarimizni, kulturimizni, yashatimiz, bolalarimizni o'rgatimiz deb yaxshi bir faoliyat uyushtirdi. Necha kun burun menga telefon qilib, shu Uyg'ur uyullarini bir qancha deb bergan bo'lsa deb men telefon qilib deb berdim. 15 xil uyullarni. Kashda birisi telefon qilibdi. Ne desam? Sizlar chamba o'ynash deblar, chamba degan nima? Qandoq o'ynaydi, uni qandoq yasaymiz dedi. Turib ketdim. Çünkü demallık deydiğen gap topamadım hem de. Çember degen nime degandeki men gap topamayman deki çember men ama şu çember degen men yumulaq narsa çember dedi. O ne? Bizler oynagan konu. Bu endi şu 10 şehrining birida 21-asrda bulunavatadi ma gap. Şu 30-40 yilning ichidagi odamlar shuna o'zgarib ketibdi. Bu 7 yoshlik bir bola qandoq bo'lib tunji qatim bu Xitoyga qarshi tunji qatimliq jang so'raldi. Bu so'ralmaydigan shunga ya kitobni o'qiydigan bunda savol bo'lgandiki men kallam o'ynab ketib meni mush binasini yasab keldim. Bu yerda buni ko'z tush to'g'ri keldi. Siz savol so'ragandan keyin bunda tayinliq bir ko'z tayli mana shunday to'lg'aymiz, mana to'lg'aymiz, mana buni aytda qismoq. Mana o'sha qismoq mana. Yo'q, anda savol so'raysa, mana bu yerda to'lg'ab bo'lgandan keyin Ma'ning bunda jipi var 5 metr. Bunda jip. Bu tuzuk yağış mı tapamadım İstanbul'un koçaları şahsını sundurup. Bunda ep kilimiz, bunda bekitimiz buna hem de.
Mana meshaga hozir bekrak tishlatdi, pirt ketmasin deb. Menda tishildimiz endi. Mana to'lg'ab marazangida. Qattiq ching'ildi. Ha. Shu endi mana jipni yiroqdan tutib, bu 4-5 metr keladi. U chaqdagi yo'llarning 8 metr yo'lmi degan az, qarma yo'l degan yo'qdi u zamonlarda. Men bu yerga sinaq qilish uchun menda akeldim. Endi bu yerga men to'pa akelay, to'pa. Yoki bir xalta un akelay desam, mayada sizga men ish terib berdi ekanman-da. Shunga men bu yerga qo'noq akeldim. Faqat ko'rinish uchun qilish uchun men qo'noq. Buni supib chiqib ba'sak deymiz bunda qiliqi. Hayvonlar yesa ish bo'lmasa. Isrof bo'lib ketmaydi deb. O'shanda savol so'ragandan keyin sizlar yalqi chamba degan nimada daydigan darajada bo'lib ketgan ekan, bizning ma chet elda yashagan avvallarimiz bu nima davatidi? Ma'u nima deydi? Deydigan gap. Bu 7 yoshlik bir odamni Xitoyga qarshi qanday qiladi bu deb. Men to'pam u yo'l bizning uy ko'nchi mahallesida. Buni to'pini qilamiz vaqt. Hozir men to'pini o'rnida qo'ndiq to'kyapman-da. Hozir bu yerda to'pini akasam bu yoki to'pining o'rnida bir uni ishlataylik desak, sizlar ma'vu o'rinni yo'qotsam yo'lning yerim bo'lib qolarmikin deb ansirab, men qo'noq chechilib kelsin, bu asan jiqil bo'ladi. Men sizlarga bunday qilib tushuntirishni o'ylab, axir men bu savol, bunday savol so'ramisiz deysam, asli men menda sunaylikdan bek yaxshi ko'rmayman shu. So'ralgandan keyin bir tushunishlik bo'lsin bu ishlar. Mana hozircha mana shuni bir to'pa deb bilaylik. Mana jipni men to'pi bilan bunday ko'mib qo'yamiz mana. To'p yo'l bo'lgandan keyin bunda to'pa. Xo'sh. Haqli ko'maydi-da. Shu mening tunji qatamliq jang degan shu mavzum shu kitobdagi 1975-yili 6-oyning boshlig'iga to'g'ri keldi. Men shu vaqtning o'zida 7 yoshga kirgan vaqtim. 7 yoshga kirgan vaqtim taxi maktabga bormagan. Yoki 6-oyning boshlig'ida bizning uy ko'nchi mahallesida. İşimizden çıksak, aldığımız bulaknati çaraylık bir yerde. Ma şu 10 kol bucak direkt ıslıkma yolunu nerede? Islık dediğimiz Akönçem kooperatifinin adamları kumuş kalaydığında bir murusu var. 20 metrede izlikte. O köygenden uyağı kumuşunu bana katlap keplaydı. Ağzı keplap tıkıdı. Katlı tuman çıkıdı. Ondan kalına değeresinde tutup adam kahlanganda kahlap ıslaydı. O vaqtingizda taraqqiyot bo'lmagandan keyin oyoqning chamlarini, jingcham oyoq deydigan oyoqning chamlarini ashunda pishiqlab ishlaydi. Yo'lning bu tarafida qata 2 qurdan 6 dona Ko'ncham kooperativniki terchilaydigan qudug'i bor. Uning keyinda mashakilda to'xtatgan qata bir 9 mi yoki 12 qurmi ashuna bir to'xtatgan yog'ochli bor. Unda qilishquli o'xshab ketadigan bir narsa bor. Nima deydi? Ashuna narsani ismini unutib qoldim. Tig'liq. Aşı terini yeyip, kuduqdan süzüp ağan terini yeyip, kırdı onu, tırpillerini kırdı. Adalaydı. Şimdi bezep işledi. Ay yolun buyda, kata yoğun tüt kazan var. Aşı okağın bolsa, tünek keçilleri, bir kazan açı, 7-8 kata atızlap, çöçek eğitişi tünep çıktık. Degen aşı yoğun kazanla. Aşı tüt koçunun dokmuşu. Maşı dokmuştu. Ko'ncham kooperativ, aşı işleydiği yeri. Dokmuşta idaresi. Ma'u ma'luli matrab bulaqışı var kazalı. Bizning uy shu Ko'ncham kooperativning yerini o'tgandan keyin de. Bir kuni chiqib men shu qarasam bir odam adab shu teri islayotdi. Elaqa isliqda. Men qarab turman, kichik bola bo'lgan. Qarab tursam qarshi tarafdan bir otobus kelyapti. Otobusning ustida 2 askar Xitoy. Biz pigulo araba deymiz u vaqtimizda. Tumchoqliq 2 ot so'raydigan arabanın pigulo araba deb, pigulo arabada quruq, hech narsa yo'q. Soat shu 3dan keyin 2lar bo'lgan vaqt ekan. Hayron qoldim.
şu kadar hayran kaldım ki Xitoylarga, ishki askar Xitoyga. Qanday bo'lib bu askar Xitoy bizning ma'liga keladi? Bu bizning ishning oldidan, bizning ma'lining yo'lidan o'tadi deymanda. Qetib qolibdi men. Men burun Xitoy ko'rib baxmaganman. Bu Xitoy deganda mening nazarimda u Yanshada bo'lishi lozim. Xitoyning harbiy buduylari Yanshada. Bizning o'yma ko'nishada mash burun kuchadi. Bu ikki tal Xitoyninki bu yerdan bizning ishning oldidan o'tishim shu qadar ta'sir qilib ekanki, shu to'g'on bo'yicha soatlab qetib qolibdi men. Bizning ma'ldagi nima ish keladi bu Xitoy? Aynadı. Ahir aşağıda qattiq o'ylandim. O'ylanib men bu Xitoylarni qo'rqitib, qochirib o'tdim bizning ma'ligi kammaydigan qilib o'taman. Deb shuni o'yladim-da. Xo'sh. Shuning bilan o'zimcha shu yerda işte plan tuzdim. Saranga qapida saqlagan bimo'jam pulim bor, ashuni ko'tarib chiqdim. Namanda bir odam bor bizning vatanda. Nima bizning ma'lida. U shunda qismoq, so'qma, zanjirlik tapancha ayna binasini yasab satadi bimo'jamdan, tapanchali zanjirlik tapanchali 5 mo'jamdan ashunaqda. Berib, shu qismoqni bimo'jamga oldim. Xiyolimda shu yo'lning o'tirsa, biz shu ko'ncham kooperativ bilan shu issiqning o'tirisi bo'libmi? Yo'lning hamma shundaqda, ammo asha bek o'likda bo'lib ketaylikda. Qatiqdek bo'lib ketgan yer. Shu araba chaqib mangsa shu yo'ldan 10-15 santa shu kirib to'piga kirib mangadi shu dog'abdek. Shu o'lik to'pa. Aşağı kümimen bir tatıman pırt qilib partlaydı qismoq. Şunu at qo'qib ketdi. Xitoylar cho'chib ketdi. Men shundan foydalanib bu Xitoylarni tosh etib, qo'qitib etib bizning ma'ligini qochirib etaman deymanda. Shu aqlim shunchalik shu vaqt. Bizning ma'lig kimmas qilyapmiz dedi. Dal o'zimni o'ngishdim. Qismoqni ag'atdan keyin. Bu jarayonda 3-4 kun ketdi o'g'ay. Beşinci salla deyimiz, Sogat'nınki çivaklarını, yöğet üzemki asker kılıp, Sogat'nın şahlarını jündürüp, optimat kılıp, boynlarımı esip, kısmağımda götürüp bir gün. Kündü qardım ras, kündü qarsam, oylap, ayetisinden başlap qarsam, ayetisinden başlap, kündü kilamda ya Xitay, bir günlam ütüp kaldım o deymen de, ayetisinden şu vaxtı qarsam, bir dayım saklasam, yeni ki vatıdaş Xitay, şu yoldan, Oylayman, öğünüz qarsam, yeni şu Xitay'a yeni kilovatda. Künde, bizning ishning oldin ütüd ekan. Saat 2larga to'g'ri kelib uchoq soati yo'q-ku, peshimdan yongandan keyin. Anadan keyin bu xiyolni qildim-da. Shuning bilan shu issiqning o'tiripiga bizning o'ydan bir 15 metr keladi. Yo'g'on chambilni qo'shmishdak chambilni qita 1 metrdagi egizlik, uzunlikda 1,5 metrdagi egizlikda uzamchalik istikam yasadim-da u yerga. Xo'sh. Andın yolning o'rtasiga tazama qismoqni ko'mdim. Jipega bunday qilib ko'mdim. Dangalning tushishlarni jipning uchiga keldi. Mening bilan oralig'i 5 metr keladi buni. Jipning 5 metr tegdi. Biz bunda tash etib o'ynaydik, buloqning suvlariga yapaloq tash. Sakrab uchadigan tash. Bakbala atqil bo'lgan tashni tanlabda 8-10 tal tash dövüldüm-da. Xitoyni tash etib qo'qitib bizning ma'lum qo'g'lab atadigan kishimi. Tayyorlikni tutkizib toza. Saqlab tursam, uzangan mayli keldi ishga Xitoy. Yo'ldan kebatdi. Mana bir 10-20 metr qolganda meni ko'rishdi Xitoy. Beşim tas salla so'gatdan chiviqlari saqlagan. Oldim demada tizib qo'ygan istikam. Endi to'g'a vaqtimni ko'rdi. Qarabna kulishdi. Endi saq turmanda. Xitoyimiz qismoqqa 20 metr, 1 metr qilib qolgan vaqtingizda partildi. Hozir men qo'noq partilmidi damiyada. To'p bo'lgan bo'lsa, uylik to'pa. Shuna partildi mesela. Tumon bilan chiqardim. Atning tumishqiga mushu 20 metrda qilib qolgan vaqtda partlabdi. Bo'ldi bir qizil qiyomat. Men unda bo'lishini o'ylab boqmadim men. At degan ip qochib deganda. Bir parcha bir quduq, quduq tushdi. At yani yotdi. Yeni bir at sökülüp çıkıp yeni bir quduq qo'nqaplashib qolibdi. Anaqa bek teyliqaq bo'lgandan, nima deymiz? Teyliqaqdan o'ta biz bunday g'iltang degan bir so'z bor-ku. Bek teyilib ketadigan. Anaqa terini jun chilab, suzib ililib bergandan keyin, shilimshiq bir narsa bilan g'iltang bo'lib ketgan narsa. Shunga teyilib ketmaslik uchun quduqning og'ziga ma shaklda yosh bekitilik. Bo'lmasa u at quduq chiqib ketar ekan. Endi sangolab qolibdi.
O bir Xitay atның aslı tarafında yatıdı. Mana faqat asıl yüzde emas o Xitay. Ya kupanmaydı. Yatqanlığını bilmeydi Xitay. Şunu ketip iğnaydı. Yana şu. Ay yana birisi men tarafdikisi arabının beşiği oldugan. Açqan tikmolluk etip yolun otursuğu bu gödül düştü. Mening qismigimdan bek partlap ketdi da. Men bundaq bir dehşatning bulduğanlığını faqat oylamadım da. Bu kadar dehşatli bir işning. Buldu kızıl kıyamet, acayip bir iş. Aşının bilen men qo'rqib ketdim, men cho'chib ketdim. Aş joyimda ketib qolganlikda. Öyle Xitoy bir chat. O tugapti o velaka jon yo'q anada, midraydi. Ma yo'lni o'tirsa bu güdüçüp velaka partlab ketgani. O meni layna bo'lgan adamdan qopib men qarab yuguraydi. Meni tutib olsa yeydi qanimni ichida. Ama bir qadam oldiga mangdi. İki qadam keyni yanida mas'ub qolgandek menda o'pkidek titraydi da. Pok güd o'tirib qoladi. Bir de oldiga meni bulanmaydi, putqo'da joy yo'q. Şu arlıqda şu o yerda aş könçemning ishlab atgan 30-40 ishchilar bor. Shu qo'doqdan teri suzib atgan, teri axlab atgan, miyada isliq teri qurtib atgan, islab atgan o qazallarda sho'q jib, sho'q bilan billa terini pishirdi, qata yo'g'on qazallarda. Qala terisini. Ay bir adam kaplam qo'yib meni qo'ltiqqa qistirib aytdi, buloq ishini o'tib so'gatlik bir o'rmon bor. Aşağıda. Bir çağda apam geldi. Qalğan kitabını oxusalım. Şuna geldi. Şuna bilan bu yerda şu tunji qatındıq jang rasmiy Xitoyning o'lchamdagi 2 askar bilan shu shaklda bo'ldi. Bu yerda. Bu keyin bu Xitoylarni yo'lab qo'yib qo'zibdilar. Shu uydan chiqqan bola o deb turib elib, "Voy bu uyda o'g'il bola yo'q, biz tunimaymiz, xalqning bolasi ekan" deb. Şuna bilan meni apam shu birdamdan keyin apam keldi. Men bolam cho'ng apamnikiga chiqamiz deb, shu shaharning 4-5 kilometr keladi. Shaharga tutash Qo'ymaroq deb yezi bor. Onajima tuqqanlarimiz yashadi. Xo'sh. Shu tuqqanlarning ichkatda bir ishga atrofida yezdi qolib qoldim. Bir ish oydan keyin uyga keldim. Kelib bir 5-6 bir haftadan keyin andim maktabga bordim. Birinchi sinfga. Xo'sh. Meniki maktab hayotim andim boshladi. Taxi 7 yoshga kirgan maktabga bormagan vaqtida Xitoy bilan tunji qatimliq shu jang, shunda bo'lgan jang. Buni desam, jiq odamga yo ishontirib bo'lmayman, yo tushuntirib bo'lmayman mabinasini. Chamba degan nima deganga qaraganda bu binasini tushuntirib bo'lmaydi. Masalan, abiyam hozir bu bek chugilmabdi, ochilgan bo'lsa bu qo'noqlar nima ishagamiz, chechyapti. Menga taqishib qolibdi bu. Bu bunday chugilaydi. Mana masalan şöyleydi bu. Menda çöreyle bergandikin, bu qismoq degan narsa, shu bimo'challik, shu narsa bilan bo'lgan urush bu. O Xitoylarni yo'lab, u bosh ko'zlarini suv ochqib, atrofda suv azada, buloqdan suv elib, yuvib, kiyimlarini qaqab, voy xafa bo'lmasan, o kichik bola bilan tang bo'lamsa, u nima ish qilganligini qanday biladi. Deb o atlarni koncham quduqdan tatib chiqib 30-40 odam ham ishlaydigan. O yoshlar ko'p ham uning orasida bo'libmi. Bir qanday qilib yo'lga sap qo'yib ekan bu Xitoylarni. Jiq gap bo'pti hamda shu men Qo'ymaroqdan kelgancha shu gaplar beslagandan keyin gapni qolgan gaplarni bak uqmayman. Haqiqatan yana shu kichik vaqtlarda bularni o'ylab, shunda bir plan bilan bu rasmiy bir hamda ajoyib bir harakat shu hamda. Demak, shu zamondan tatib bo'lg'ashqa keyin Turkiyaga chiqqandan keyin butun xalqimiz bildiğamdi bu Xitoyning konsulxonalari o yerga necha qatim bir qatim o'zlariga o't qo'yish nima ish bo'ldi. Konsulxonaga bo'lsin, nurg'un ishni qo'llaridan kelgancha yolg'iz bo'lsinmi, ya'ni bir ishlarni qilib bularga amaliy bir harakat qilish nuqtasidan ishlarni qo'llaridan kelgancha qilinadi. Demak, haqiqatan belki nurg'un ta'sirlik nimalar va qadrli ko'rmalarimiz hamda bu cho'qim o'qishinglarga qaytadan bir turtki bo'lishi mumkin bu voqeliklar. Alloh razı bo'lsin. Hamda yana shu tanlab qildim hamda vaqt munosabati bilan bu ichidagi eng muhim nuqtalarni sizning og'izlaringizni anglaydi deb. Endi bu Sharq Turkiston Uchqunlar tashkiloti tilga qilindi bu kitobdan. Va sizning qartizimdagi tushishlar haqida shu ikkisini bir aqlam deb aytgan bo'lsak, shunday qisqa bir shaklda.
Bunlar təşkilatının işi başqa, qar tizimlikə düşüş, o... Ayırma-ayrım deyim, boğsuma şuna bırakılan bir sualdan qıbatı. Ayrım da. Turuyasın aşağıdan məsləhətlə. Uşqunlar təşkilatının, Uşqunlar təşkilatının sözləşkimi, yəni sadəcə köp sözləşkimi doğru kəp qaldı hazır. Bunu bir topluda desəm, bunu başqa qısqartılısın, neçə yaş vaxtları və qısqartda da olsa. Bu Uşqunlar təşkilatı bilinin ki, qurğucusu bilən körüşkə vaxtım 16 yaş vaxtım. 1984-cü ili 10-cu ayı doğru geldi. 10-cu ayının axırısına doğru geldi. Tunca qatım körüşkə vaxtım. Xoş. Bu əslində Şərqi Türkistan Uşqunlar Təşkilatı 1945-ci ili 4-cü ayda Letbullah Mütəllib, Munirdən Xoca, Bilal Əzizi qatarlıq bunlar inqilabçılarımız tərəfindən Aqsuda qurulğan. 1945-ci il şunda Aqsu. Mən devatqan Şərqi Türkistan Uşqunlar Təşkilatı 1949-cu ili Komünist Xitay vətənimizni besib elib 12 yıldan keyin besib elib 9 yıldan keyin birinci qatamlıq Şərqi Türkistan Uşqunlar Təşkilatı qurulub 12 yıldan keyin 1958-ci il Kuchada qurulğan. Bu təşkilatın qurğucusu Toxtaxun Samspaz degan adam ekan. Bu şu 84-cü ili Yanışa Tərəqdüy degan Doğmuşda Samsxana açdı ekan. Xoş. Mən şu Uşqunlar Təşkilatı bilan adamlar bilan 84-cü ili 10-cu ayının axırında aşı yenimdeki rəhmətli Kemankam Zagada mənim ustamның ikinci şagirdi, mənim kiçik ustam buldu. Rəhmətli taqalaqın deyimiz. Paylaş adamdı, kim paylaşıb qalan. Şu adamның vasitəsi arqalıq tunuşqan. Bu xələcik cəryan. Saşı bunu ay bayın bulaqdakı əhvalını tatıb sözləşki doğru keledi. Bayın bulaqdan kəlgən, Monqollar bilan uruşub qalğan. Kim ba Kuchağa kəlgəndən bu əlaqə Qopataz degəndən ki bu Mehmet Dusun Bayın bulaqda Monqol bilan Uygurlar uruşub, müşüşüb Monqol bilan Uygurlarni işkiga bilib uruşqısağa tas qaldı deb bir kalçıb olturub bu gapni degəndən ki bu gap taqılıb yədi. Bu nima iş deb so'rashtirilib, o'sha adamning qo'lqoga yetib ekan, bu shu Sharq Turkiston Uşqunlar Təşkilatının qurğucusu adamniki. Men açıqlanış şu balını bir ko'rib baqay deb ekan. Shu iki mankam degan zaga. Bir kun ishlab o'tirsaq, mas'ul ustam bilan sizlarni mehmon qilay deb ishik arbasini boshlab keldi. Abdusamat deb inisi bor. Paylash adam mankam zagani ko'tirib arbaga besib qo'ydi. Mening boshqa ishim bormisa, Mehmet Dursunov akam sizga qoldi deb xotirjam bosildi. Kichik bo'lsam qavuldim. 16 yosh. Shunga ustam bo'lgan. Ustam men, iki mankam degan bizni mehmon qilmoqchi bo'lgan zaga uchimiz ishak arbasi bilan 2 kilometrda keldim. Shu To'xtaxon Samspaz degan oshxonasiga chiqdik. Bir saatda o'tirib sams yedik, yenib keldik. Ertesi tushlikdamelishda shagird bola ketgan vaqtida meni chaqiribdi. Iki mankam degan, ya'ni qo'shnimiz. Bir tam. Men ustamning do'koni bilan o iki makamning do'koni bir tam ya ko'chada. Ko'cha ko'nisha ya ko'chada. Deb chiqsam tunugun chiqqan sams oshxonadagi samspazni tunimsida yoqdi. Shuning bilan menga tushandi. Mush ahvolda. Shukur baqa deganda shunga men sizga tunugun gap qilmayman. Bunda birga chiqdik. Bugun siz chiqing. Zaga Ekmaxun evet mening ismim Mehmet Dursun. Zaga Ekmaxun evet den deb shunday dedi. Boshqa gaplarga, boshqa odamlarga gap qilmang deb. Men chiqdim. Ertesi. İşte ikinci qatim ko'rishdim. Dadamni so'radi, kimligini, apamni so'radi, kimligini. Men gap so'rsam, hech gapimga javob bermaydi. Ama bunu so'raydi. Fukam samsi yanglaydi. Bir saat gaplashib. Xudoyim qo'ymadı, yenib kirdim. Mushu 1984-yili işte bir 3 qatim atrofida ko'rishdim. Keyin 85-yili birinchi oyda, ikkinchi oyda tugab ketibdi deb oldim. Tugab ketdi u adam. Shu tutilgan vaqtida 58-yili shu Sharq Turkiston Uşqunlar Təşkilatı
Üçada ikkinchi qatim qurilgan Sharqi Turkiston Ushqullar tashkilotining qurg'uvchisi To'xtaxon Samspes qatorliq jami 18 atrofida a'zosi bor ekan bu tashkilotning. Bu odam qo'lga keyin tutilgandan keyin o'sha odamni 25 yillik qo'lga tutgan Xitoy. Muavin boshlig'ini bilan keyin ko'rishdim. Isamidan Tayir degan odam ekan. Egiz bo'yliq, uruq, davomli kap-kishib kiyib yuradigan odam ekan. Egri besiq. U 22 yillik kesilgan ekan. U motorbidan chiqib ekan. Andan shu Sharq Turkiston Ushqullar tashkilotining bayrog'ini tikkan ayol bor ekan, 18 yosh ekan, ismi Xarnasa. Shu tutilgan, qo'lga ilingan vaqtida. Uni 18 yillik kesib ekan. U shu 18 yetib chiqib ekan, 36 yoshida. Buni keyin Urumchida u ayol bilan ko'rishdim. Bu shu tashkilotning odamlari bilan. Qani ahvollarni kitobdan chiqibdi. Hakikaten. Endi bu qora tizimga tushish masalasiga kelsak, men 87-yili ustamdan duo qilib, baynasiga berib, o'z oldimga mustaqil duka ochdim. 3-oyning 5-ida. 5-oyninki 1-kunisi kashda shu yangidan tanishgan qo'shnilarim bor. Satra shu mashinchi degandek. Bir üçümüz, to'ytimiz birsiniki yataqqa kirib, shu Saudiya vazirida baqadigan bir Saudiya vazirdagi baqadigan odamning yataqqa kirib 2 soatdak o'ltirdik. O'ltirgan vaqtida u yerdan gapdan gap chiqib, men o'qigan kitoblarimdan Eli Dulqullari degan kitob bilan Qashqariya Pavel Kurpatkin rus yozgan. Shu ikki kitobning gapini qildim. Ma'noda yozibdim, manda yozibdi deb bo'lgan gapmish. 5-oyning 3-kunisi 5 soat kirib, mangda bayram qildi. Chiqdi. Men xonqamatchining dukunda, bu xonqamatchining men turgan dukunim shu qilib etrapda saqchi idorasi kunchi taraf edi. Nada. Tashkilot quribsan. Oy, nima tashkilot? Hayron qoldim. Yani uzun gapning qisqasi, mening qora tizimga tushishim, shu ikki kitobning gapini qilgan gap, oyatdagi suhbatda odamlarning orasida aqlsizlar bor ekan. Men shu qolgan gap. O'tda yenib yashayotgan vaqtlarimizda, shu 18 yosh vaqtlarimizda. Xo'sh. O yangi tanishgan bola o'qimagandan keyin men faqat kitobning gapini qilgan, bu u yerda bir tashkilotning gapi bo'lib taqilibdi. 3 kun ichida bo'lgan ahvollar shu. Shuning bilan shu qora tizimga tushgan bo'yicha qora tizimga yashadi. Shu qadar tasodifiy. Ne kitobning gapi bilan. Allah razı olsun. Hakikaten albatta nurg'un jarayon bor bu nimadan keyin. Oxiri shu tizimga tushgandan keyin vatanda turib olamay, hali u yoqda deyilib, bu yoqda to'la aqllar kelib degandek oxiri chiqib ketmasam bo'lmaydigan deb vatandan chiqib Turkiyaga keldim deb atlablam o'tay. Ham Turkiyaninki sizlar kelgan vaqtlardan tortib hamda hech qanday bir faoliyatlarimiz, o siyosiy faoliyatlarimiz, bu ta'lim tarbiya ishlarimiz yo'q deyarlik vaqti kelmaslamdi. Nəhayət. Çünki bu kitabni o'qigan inson hammani his qildim shu davrdagi ishlarni. Hamda hozirgacha nurg'un ishlarga shohid bo'lgan bir shaxs bo'lib sifatlardan Turkiyada Uyg'ur davasi qayerga keldi deb qaraysizlar. Eli ham çünkü Türkiye'ni bir gün bulup Mag'ribdagi xalqimiz belki narazi kömdi. Türkiye'de hiç hamma ish bo'g'ilayotgandek ish qilolmaydigan bir dekkimda qaraydigan. Sizning davrni yashagan bo'lsam, boshqacha sifatlashi mumkin bo'lgan ijtimoiy fikr vositlarida to'xtamay bir narsa yozayotganlardi. Sizlar shuncha valar narsani yashab mishada hammasiga sabr qilib ajoyib chidab tikan deb qoldim deysan o'qiganda. Bu Turkiyaga bo'lgan ko'z qarash Turkiya dushmanligi shu kitobda yozildi. Oxir 9-bobda yozildi. Shu 2016-17-yillarda avjiga chiqqanlik. Shu Turkiya dushmanligining avjiga chiqishi degan mavzuda men hali nurg'un tafsilotlarni yozdim. Ham bu kitobga men xalsanlar buni hujjat qatorida ko'rsanglar bo'ladi. Xalsanlar arxiv qatorida ko'rsanglar bo'ladi, garchi bu kitob bo'lsin. Xalsanlar foydalanish materiali, birinchi qo'l foydalanish materiali ishlar qatorida ishlasanglar bo'ladi dedim.
ve bütün delil ispatlar bilen yazdım. Nemi yazgan bolsam delil ispatlar bilen yazdım. Tarihini yazdım. Siz okudum dille aşındaq mı ki? Elbette, elbette. Endi qanday farq bo'ldi? Bu savol yaxshi savol, ammo bu javob berish tas bir savol. Men qisqachaday. Mana shu Turkiyada men kelgan vaqtlarning o'zida Sharq Turkiston da'vosi ilkning o'rnida ekan. Yo'q. Ammo shu vaqtning o'zida Turkiyada bir bo'shliqmi bor ekandik. Agar bir ish qilaman deydigan odam bo'lsa, bir ish qilishni yetib odam bo'lgan bo'lsa, etini qaysiga chap tursa, shu yuziga chap tura oladigan bir vaziyat bor ekandik. Yaxshi taraf shu. Ikkinchi yaxshi tarafi namoyish qilib qolsak, saqchilar bilan yurakdan tunisha oladi ekanmizga. Shu vaqt tunisha oladi. Ko'z bilan. Saqchilar tamoman biz tarafda turibdi. Hatto saqchi to'ssa, biz to'xtasak, "Ey, yaqasaning quli yo'qmi? Bizni mushlab urib dasab o'tmabsan, Xitoyning bayrog'ini ko'ydimabsan" deydi. Men ashuna namoyishning o'ziga qatnashmoqdim, ammo qatnashgan necha odam bilan ko'rishdim. Jiq ishlar bo'ldi bu to'g'riliq, jiq suhbatlar bo'ldi. Ashuna ko'rishdik. Shunday sharoitlar bor ekandik. Ish qilaman deb umid bilan yashayotgan odamlarmi men chiqqan yillarda bor ekandik, men o'xshash. Xo'sh. Xuddi hozirga o'xshash shu o'zining turmushi bilan, o'zining sharoiti bilan yashaydigan odamlarmi bor ekandik. Tashkilotlar ham bor ekandik. Men shu tashkilotlarning ahvolini yozdim. Ammo asosan o'likkandik, tashkilotlarning bir faoliyati yo'q ekandik. Masalan, shu bir jurnal bor ekan. Fasillik jurnal, yarım Türkçe, yarım Uygurca çıkıdığan keyinde Şarkı Türkistan'ın xaritasi var. Qanday xarita? Qo'l bilan sızgan xaritaning rasmi. Muqobisining 4-chi betida. Qo'mil degan xat yo'q, o'rniga Xami deb yozilgan. Hayotimda men anda Xitoy xatni gapni olib qo'ydim. To'g'ri. Shu yillarda shunda yozib, Xitoyning xatini yozib, o'shaga qalam bilan yozib yuribdi xaritani. Men ma'lum odamlarga ko'tarib berib, bu jurnal qanday gap bu? Bu mushuninga bir vatanning rasmi, xaritasini rasmini bosmadingmi? Menga Uyg'urcha qumil deb yozmadingmi? Sharoit shunday tursa deydi. Men 15 kun ichdim, yoki 20 kun ichdim. 5 mo'changa bir tal shu vaqtning o'zi bizning vatanning xaritasi kitobxonada 5 mo'chan biz vatanda. 5 mo'chan xarita chiqdi. Bizning uyda bor hozir. Bizning vatanning 5 mo'chalik xaritasi. Normal rasmiy xarita o'lchamlik. Qumil emas, nima Xami emas, qumil deb yozilgan o'lchamlar. Mana yil nechinchi? Yılı qarsak buldu. Yalnız Türkiye'deki şu silah bağın bir ma'lum bir yere badım dile. Ya ma'lum bir yere bağmadım da ama jurnalni götürüp jurnalni ma'lum bir yere bağmadım. Şu ma'lum tunuydigan adamlarga apadım, götürüp apırıp qanday gap mushu jurnalmi, mushu desem sharoitimiz shunchalik debdi. Ben derhal 15-20 kun ichida 5 mo'chalar xaritini chiqdim. Bu xaritni 5 mo'cha. Ben cennemde 15-20 gün aç kaldım. Qanday sharoit ekan bu? Sharoit shunchalik ekan. Endi ashuna yashadik, ashuna bo'ldi. Sizdan necha yil bo'ldi Turkiyaga kelganingizga? 27 yil bo'ldi. 27. 97-yilning 5-i. Xo'sh. Shunday gap. Ma'rif tashkilotining qurilishidan burungi Turkiyaning sharoiti shundaqdi. Ama o vaqtning o'zida shu o'zining turmushi bilan yashaydiganlar bilan vatan da'vosi sapida yuradiganlar garchi oz bo'lsa-mu, undaqal vaziyat suzukdi. Mas'ud Yilmaz degan o'ldi u. Ana Vatan partiyasiniki boshliq etdi. Bir mezgil vaqtliq saylan bo'g'icha boshliq bo'ldi. Shu bir generalga chiqib, uqtirish Qızıl başlık maxfiy hujjat deb keyin nomim chiqib ketdi, uning 57-nomerlik dedim. Bütün Sharq Turkiston faoliyatlarini chekildi. Bayrog'ini, faoliyatlarini shu yabanchilar sho'basiga, emniyat mudirligiga borsak, yana bir qaysi bir millat bilan Sharq Turkistonlik Uyg'urlarga iqomat berilmaydi deb yo'g'on hajjatlarlikdi. Yaqiniga yaqin keltirmaydi. Sizlar ko'rgandingizlar uni? Ha, shu yabanchilar sho'basi. Ko'rmamda işte. Men emas, men ko'rgan xat bor. Genelge 8-10 yıldan keyin chiqdi. Biz shunda bir davrda yashagan. Aytib xotirjamsiz. Ammo shu sharoitdimi, agar bir ish qilaylik desak, gapimizni anglatadigan
yani tapalaydı, tapqılı buldu. Gapni anlaydı. Mesela şu devirlerde mening anglashimcha 96, 97, 98 yillarda bo'lsa kerak. Türkiye şu fakat deyilmagan gap. Türkiye ma'lum odamlarni tarbiyalab ekan. Biznikidan. Askariy jihatda. Algan xabarlar qaraganda. Tarbiyalagandimi? Komanda deymizmi? Alayda qism tarafidan. Andan keyin ularni uzitib qo'yib ekan. Amasa bizning qo'limiz bu kadar. Ve rasmi yol bilen emas, gayri illegal yollar bilen deydik, bizning gayri rasmi yol bilen deganimiz bilen. Mesela hozircha qo'limizdan kelgani bu. Siz berib tan qilib birinchi o'qni atsizlar qag'iniga Alloh kirim amsa. Debdikan. Endi shu eski yomon nachar bu ishni taq dunyoda hech kim qilib baxmaydi Turkiyadan boshqa. Ammo bu yerda biz buning oxirisini davomini chiqaramadik. Biz mushu gaplarni angladik. Keyin men 98-yilmidi, qaysi yilda shu Seyit Taranchiniki bir kech qondusida shu turmushida qiyinchilik va odamlarniki foydalanib olishiga haqsiz badi bir mezgil. Seyit Taranchi degan adam shu Sümər məhəlləsində keç qonuda ekan, burun bizning uyda, bizning mahalladagi vatandagi uydak bir qavatlik saynasi var bunda öyləni. Oyunun içində bunda 2 uy vardı. 3 yağızlıqdan hacatxanası, aşxanası ayrım. Bir 3 yağızlıq uyda 3 küp ayal yaşaydı. Ma 3 yağızlıq uyda boydaqlar olduqan mən bir ay toğub turub baqqandım aşadım. Aşı bek saxlab hem şu vaqtnimi Uyg'urlarni bundan mansitmaydigan bizning haq Uyg'ur degan anda Uyg'ur degan bunda deb beka ayna Uyg'urni tillamasa tam yegan tamga singmaydigan odamlar shu davrdan bor. Birisini g'ururi qattiq tegib ketdi ekan. Men sen haq o'lib birman deb chiqdimmi? Men sen haq o'lib birayman, men o'lib birman deb saqlab yetayotimanmi? Bo'ldi, bu datsizligiga qarshi men menda yashamayman deb. Ben ölüp de gide davat etdi. 2-3 günden keyin yo'qolib ketdi. Yani bir Afganistan Chechenistonga ketdi deb. 6-7 oydan keyin shu odamniki Chechenistondan sho'rib kelgan oldu. Shunda gapga chidamay bo'ldim. Mushu nimalar uchun o'lib biray deb chiqdimmi men? Qachon o'lamankin deb, o'laman deb o'lanmadik ya biz masalan mushkam kechib men bir shaxsan hayot yashayapman. Bu tatbekchi. Endi shu sharoitda mushuna sharoitlar bor. Shu nima desak? U sharoit shundaqdi. Endi hozir Ma'rif tashkiloti qurilgandan keyin boshqa yaxshi bir vaziyat shakllandi. Ammo g'ayri rasmiy, g'ayri illegal yo'l deydigan mandaq ishlar yo'q, sistem ilishib ketdi davlat. Uyg'urlar necha fursat berildi bizga, mencha. Xo'sh. Siz abam shunda bir ishlar bo'lib ekan desam, u gapni men anglagandilar. To'g'ri. Biz balkim bu bisi bo'lgan qaraganda boshqa bo'lgan bo'lishi mumkin masalan. Bizni Apasha general boshdan salganda 4-darajali general masalan. Mehmet Rıza Bekin, Sharq Turkiston hibsiniki, men kelgandagi boshliq odam o'lib ketdi masalan. Ammo bek ko'p odamlar var ekan, men videosini oldim o'z ovozi bilan. Turkiya da'vosi birinchi da'vo. Sharq Turkiston da'vosi ikkinchi da'vo deydi. Menda bu ketgan odamlar var ekan hamda. Ma'rif tashkilot qurilgandan keyin umumiy vaziyatda bir qism yaxshilanish bo'ldi. Sharq Turkiston davosini tushunadigan, biladigan, uqadigan xalqlarmi aslab ko'paydi. Shundan bilan birga bizga kelgan vaqtda yana Uyg'urlarning ko'paygan vaziyat sharoit chiqqan davrlar kelganda anda yo'llar eshilmaydigan bundaqlar hammasi qonun sistemlashib ketdi davlatda. Xo'sh. Hakim nima deydi? Bilginni so'zlaydi, shundaqmi? Bilmaganni-chi so'zlamaydi. Hamda Turkiyani andamanda deymiz. Bilginni deydi. Bilmagan ishlarni deyamaymiz, bilmaymiz hamda. Chin yerga chiqqan vaqtimizda balkim oldimizga shunday dosyalar, daftarlar qo'yilishi mumkin. Javob bera olishimiz lozim uni. Shunda o'ylayman men. O'yga kirib ketmaydi. Shu farq
Şunaqa. Şu. To'g'ri. Haqiqatan ajoyib bir nurg'un ishlarni boshdan kechirib da'voyimizni bugungi bir holatga kelish uchun Turkiyadan buni inshaalloh o'qirmanlarimizga texnik tafsiliy holatda o'qishini orzu qilamiz. Endi yana shu kitobda ham rasmlarimi bor boshdan shu Mahmud Pidoiyning ajoyib to'kpilari tilga elinib tamdi. Bu adam qandoq bo'lib oxirgacha davomlashtirolmadi va qandoq yo'qotib etildi masalan bu inson hech qanday tim taslam yo'qolib ketdimdi. Shu savolni, shu kitobni balki men yozganligim uchun mendan so'rildi, u to'g'ri hamda. Ammo hozir rasmlar bo'lgandek, shu Mahmud Pidoiyga munosabatlik odamni yolg'iz bellam emas. O'nlarcha odam bor. O'nlarcha. Hatto uning yuzlarcha odam bor. Ama hech kim bilmaganlik siz bakrak yaqin turib. Tamam, men bakrak yaqindim-da, shu beshiga chiqib qolib planchisi men qatorliq ikki odam boshqa. Yozg'iliqqa shu kitobda ismini tatib, shu rahmatlik alik turmada Xitoylar o'ltirib o'tgan alik mashhur kuchaliq Karam Qoramning endisi Mehmet Emin. Shu alik Mehmet Eli doktor hozirim bor. Men qatorliq uchimiz qayt o'ylab, shu bir chiqish yo'l izlab tepish uchun qilmaganimiz oz qoldi. Bakchi ishlar bo'ldi. Axir shu odamning qishqa bordik. Siyosatga kirsizlar bizlarga egishayli deb. U yana bir vaqt shu vaqt ashishlarda, masalan, ma'rifat tashkiloti qurilishdan burun Uyg'urlar biz bir uyda 10 tursak 97dan 2006 qurildi ma'rifat tashkiloti. Ya onu bilmem 2006'da. Sizlar shu odamdan qachon bag'a vaqtlari? 2000-yillarga to'g'ri. 2000-yillarga to'g'ri. Shu o vaqtlarda masalan 17dan 10 odam bir uyda tug'an bo'lsak, hech tushunmasakmi, bir-birimizni tushuna oldik. Bir ish qilmoqchi bo'lsak, o'pchi masala soldik. Bilganni bilman deydik. Bilmaganni adashmani qana qilsak bo'lar. Manda o'ynayapman deb o'zaro maslahatlashib bir ish qildik. Shu vaqtning o'zida biz aynan oldiga berib baxtoq, mana keyinga kelib baxtoq. Masalan, bir odam izdidoq, bir boshlamchi izdidoq, bir yo'lboshchi izdidoq albatta kerak. Masalan, Arslan olib degandan qancha qatamlab bordik og'il. Aşağı bir qatam Abdujillo Turanning mashinasidan ketsa-da 6 odam beadoq vakil bo'lib. Anda qilmaslar, ma bedava bir bosh o'pasi deb o vaqtingiz bizniki nopus tugil, iqomatimizga chiqmagan, Uyg'urlarni o'z tekshirib bakadan tekshirib keladigan, yo'g'on e'lon chapaliq Uyg'urlarga hech narsa berilmaydi degan. Mahmud nimalar Mas'ud Yilmaz hukumati ishi bilan. Mushuna sharoit bo'lgandan keyin chiqsak u rahmatlik men shu Uyg'urlarni Iroq yaga kelishim deb shu vaqtimizda Büyük Çekmeçe degan boshqa bir yerdan 60 kilometr keladi. Hozir bu Istanbul 2 oylik qoldi hozir Büyük Çekmeçe deganda. Voy Allah. Shu davrda Büyük Çekmeçe bordik biz mashin bilan. Bag'anamda. Berib, shu biz chiqib bosh boppasi anaqa masalan biz Zaytunburundan shu Abdujilloning mashinasi bilan. Ana men shunga qochib Uyg'urlarimdan müşakili var. 10 gözüm sol gözüme işenmez olup kaldı. 10 kolum sol kolumu işenmez olup kaldı. Began cevap. Yal yürüp inip girdik. Yerim geçildi. Ahir bulmay bu Mahmud Pidoiyga ahirda yeni kapadı. Bu adam siyasetçi emas. Keyin sabatlık emasken mesela. O'qish izlashni bilmaydigan mesela. Maktab yuzi ko'rmagan degandek. Ashundoq gap oldu. Müşündaq gaplarni tomtaq qilolmaydi. Çünki uzatqidek sorun emas bu. Ama bu adamning birdan bir alayligi deb alayda ta'kidladim. Shuni kishilar bilan munosabat qurishga alayda ustamdi. Bu adam. Shundaq bak usta. Shundaq assalomu alaykum va alaykum assalom. Bir qancha sekund ichida sizlarga qanday gap qilsa, sizning ko'ngillarning xush bo'lganligini bila oladi ekanda bu. Sizning ko'ngillarning qanday gapni xohlalaydiganligini bila oladi ekan bu adam. Bizim bu alaylıgından paylanmak için. Hem TVIP mi diye? Ya onda bir kesip yok. Mesela TVIP diye. TVIP'de de bir TVIP'lik mektepte okumayımız, hatta doktorluk kenişkilerden tatip keyin okusak şu
50-nji hökümetniki Osman Durmuş degan Millet Hareket Partisi baqani bergenke ki bilinip qalgan ekan, cheklep etdi. Şu vaqtın özünde doktorxan tipi emasdi, doktor etdi. Yani resmi doktor, akupunktur. Jingli sanjep tabalaş. Bundak saadetdi, uygu bardık. Ahval desek boludu dedi. Şunun bilen ayeti tez tarakka kıldık. Aşı Mahmut Bedavi. Beşinler buluşunu kabul kıldı yani. Beşimiz buluşunu kabul kıldı. Şunun bilen lan biz teşkilat emas. Teşkilat kurumuzda mı kuramıdık? Teşkilatsız Şarkı Türkistan halkı namıdan diplomatik münasebetini başladık Türkiye hükümeti bilen. Mesela şu hazır muşuna kelgan vaqtida Mahmut Bedavi bilan ko'rishgandan 2010-yil 1-oyning 31-kuni tunji qatim 2010-yil 1-oyning 31-kuni dushanba kuni. Davlat Deniz İşler Ministri Ramzan Mirzaoğlu bilan ko'rishdik Anqaraga borib. O vaqtning o'zidagi hukumat koalisyon hukumati, ittifoq hukumati edi. Xo'sh. Yani yalg'iz hokimiyet partiya hokimiyet beşiğe chiqolmay CHP, Cumhuriyet Halk Partisi, Millet Hareket Partisi, anandikin Helaqi Ana Vatan Partisi degan üçü birleşip qurgan hokimiyet. Bu üçünün baş ministri şu Ecevit degan, o'ng qo'l baş ministri yordamchisi Davlat Bag'chili hozirgi, sol qo'l baş ministri yordamchisi 3-chi partiya Ana Vatan Partiyasına Mesut Elmas. Bu üçümü devlet hukukuna 3'e bölüngen. O şu vaqtın özünde Türkiye'nin 30 devlet ministri başkurttu, kontrol kıldı. Hukuk şu 30 devlet ministrden kıldı. 12'si CHP'nin, yani DSP'nin, Demokrat Sol Partiyanın CHP'de hata yaptım. O DSP o halkı kaptanı söyledi var. Demokrat Sol Partiyanın 12 devlet ministri, 10 devlet ministri Millet Hareket Partisi'nin, 8 devlet ministri Ana Vatan Partiyası'nın. Resim bo'lsa chiqarsa. Biz görüşken şu biz tunji bet Ramzan Mirzaoğlu degan devlet ministri, Deniz İşler Ministri Ramzan Mirzaoğlu edi. Millet Hareket Partisi'nin. Xo'sh. 10 neçe kişilik vekil berip görüştük. Şu birinci katımda. Rahmetlik Bartajkam, şu Mahmut Bedavi, Arslan Alaptekin, Bartajkam rahmetlik, şu Mehmet Emin'in, Kerem Karam'ın ismi Mehmet Emin, ben şimdi taş ağacımda, bazı Amerika'da böyle. Aşağıdamla berip görüştük. Kızgın karşı aldı, cık sohbet oldu. Biz benim işgametini, biz meselelerimizni dedik. Yüzümden derdini töktük. Ananıkin var yağ degen kemini Xitay hergiz mi bezmexana qilmaydi, uni oshxona qilmaydi. Uni apag'an bitim avyomatga qiladi. Bu Iroqdan yaqindan Turkiya cho'ng xatolik o'tkazdi. Buni qat'iy o'tkazmaslik lozim deb ayrim gaplarni qilib qo'ygan ekan Mahmud Bedavi bilan ikkimiz berib, buni shu qizirib tatirib qattiq hayajon bilan shu vaqtdan so'zlab var yağ degan bu badbaxtning kemisini shu İstanbul bo'g'ozidan o'tkazmaslikni talab o'tindi. Mushu ko'rish bilan biz aşı var yağ degan Xitay avyomatga qilib yasagan aşı parxutni Ukrainadan 20 millionga sotib bergan. Sak 19 ay tusib turdik. Mush o'tkazmay. Asli uningdan ortiq tusib tura olmaydik. Xitay bek besim ishlatdi. Cumhuriyet Demokrat Sol Parti degan Ecevit degan. Sol bo'lgandan keyin bir yerda o'qimaymiz hamda. Shu bo'ldi xatar chiqsa o'zamiga deplam Ramzan Mirzaoğlu'nun hukukunu ötküzülüp imza edip özü ötküzdü. Denizdi. Hoş. Şimdi kandisa? Aşı görüşkenden başlap, şu 2000-yılı 2. ayının 1. günüsünden 2001-yılı 11. ayının 15. günüsü Perşembe günü geçe. Bir gün egiz bəsəməsin şu hesaplaganda biz 1. ayının 31. günüsü bağdık ya, təklifin 1. ayının 31. günüsü düşşənbə günü sunduk. 2. ayının 1. günüsüdən başlap 11. ay, 2 ayın 11. ayının 31. 15. günüsü 19 ay tosub durduk. Yani bu töhbə meşaydan başlandı. Yani 2. qatım anağındakın Ramzan Mirzaoğlu'nun yeni şu Deniz İşler Ministerliği bağladık. Bu qatım Abdülkim Mahsumacıkam rahmetli. Hazır mən Gollandiyada yaşayıb atqan doktor Hasancan. Ben Qatar Mahmut Bedavi bilen 5 kişilik mi 6 kişilik bir grup vardı. Berip görüştüm. O vakitin özü kaç ay ki? 2000-yılı yaz ki. Onun ki bu
mush ahvollardan keyin qayta Yevropaga qaçımız, uya qaçımız deb tutulib qolganlar, Xitoyga yo'lga sep aeroplan bilan ep ketib Istanbul aerodromiga uchish kellar. Qatarliq 40 necha odamni qutqizib chiqdi Mahmud Biday. Chiqishlar bo'ldi. Biz buni qayta o'ylab, men shu yerda bir shu Abdujalil Turandan keyin Zaytunburni Nur Pasha mahallasi 10-ko'chaga vaqti uyda bir yig'inashganda bir gap qildim. Shu vaqtning o'zida qarindoshlar biz munofiqlarni jazolamaymiz hozirgi vaziyatda. Ammo xizmat qilganlarni mukofotlay olmaymiz. Ma adamning manda qilgan xizmatiga qarata biz buni Sharq Turkiston xalqi nomidan buni oltin medal taqash murosimi o'tkazaylik degan fikrga o'tirdik. Bu bo'ldi. Qiladigan bo'ldik. Shuning bilan biz Sharq Turkiston xalqi nomidan qiladigan ish bo'lgandan keyin bu oltin medal degan anda-manda gap emas, bir davlatning, bir millatningki inavatiga berib taqiladi. Bu qo'limizda bir asos bo'lsin deb shu bosh bu nonga qo'shilmadi qadamlar, qo'shilmadi asosan. Oltin medal berish murosimi o'tkazmay, mandag'roq o'zimizning ahvolimizga qarata, o'zimizning to'g'ri gapi ma'lum. Xo'sh. Mantiq bo'yicha hamma jihati bu to'g'ri o'zimizning ahvolimiz bo'yicha bir lavha taqdim qilish murosimi o'tkazaylik. Turkiya güzüş murasım etkizayli mandag'roq bir yerda dedik. Biz eng az degani 3 yulduzli otelda oltin medal mukofot bir o'tkazamiz deb ikkimiz bittasiga bo'ldik oxirda. Shu ikki odam bilan yurib, kecha o'tirib Mahmud Bidaydin siz nima ish qildingiz, kimni qutqazdingiz deb shu 50 necha odam dedi, 40 necha odamning ismini deb beradi, ba'zilarini tilpilni bildiramiz deb beradi. Baki. O odam bilan 20 nechasini shu aniqlab yüzü bilan ko'rishib qutqizgan muqimlashtirgandan keyin mushi yetarlik, mushi qilgan to'pis uchun biz Sharq Turkiston xalqi nomidan oltin medal bilan mukofotlaymiz, deyalaymiz tarixda. deb bir asosni qo'limizga ep turib, andan keyin buni o'rinlashtirib biz shu oltin medal taqdim qilish murosimi o'tkazdik. Masalan, undan keyinmi? Masalan, 2002-yil 4-yanvar 29-kuni Turkiya davlat mudofaa ministri Sabahattin Chaqmoq o'g'liga berib ko'rishdi. Aşı Mahmud Biday'ın yol başlısı böyle. Şu aşını okup ben 1923'te Türkiye parlament başlığı Bülent Arınç bilan görüştük. AK Parti hükümeti bilan. Şu vaktimizde tahi AK Parti yangi qurilgan vaqti hokimiyatni qo'liga yangi elib tahi 5 yil bo'lgan vaqti. 5 yil 2 oy bo'lgan vaqt ekan. 7-oy, 9-oy, 1 yil 2 oy bo'lgan. Demek ki hakikaten şu resmi bir nemi qo'llamay turib aşında nurg'un ishlarni ro'yobga chiqarganligini hamda shunga bu savolni kirgizmoqchi hamda u odam keyin qanday yo'qolib ketdi? Shu vaqtlarda demoqchi bo'lganim shu agar bir ish qiladigan odam bo'lsa, qila oladigan odam bo'lsa, Turkiyada shu qadar imkoniyat bor ekan. Shu qadar imkoniyat bor ekan. İşçim jiladi qilishdim. Yurkim jiladi. Ama keyin bu axborot chiqqandan keyin bir mezgil bo'ldi, o'zini o'shab bo'g'icha. Ammo undan keyin bu davlatni asta-asta taraqqi qilgan sari sistemlashib, bizni qancha yo'ligan sari ashundaq amsa tan qilib bir dal o'qni atgandan keyin bir etinki bir tan qilib bir dal o'qni atdi shu hozirga saqlab yotdik. Jigib yotishlik bo'ldi. Qachon bo'lgan shu 96 deb anladimmi? 97 mi 98 şu jariyonlarda bo'lib ekan yani bu ishlar. Jiq ishlar var biz biladigan, bilmaydigan, beni xo'sh qiladigan bu Mahmud Biday keyin shunda yo'qolib ketdi. Yo'qolib ketish jarayonini Mahmud Biday degan maxsus bir baba, shu butun ahvollar yozilgan narsalar bor. Endi shunga kelganda hech kim qanday bo'lganligini bilmaydi. Ahmad deb uch o'g'li bor. Eng so'ngi 3 bolasi bor, eng so'ngi bir qiz. Ayolimi bor, masalan, shu ajrashib ketgan. Kindiq sadi atroflarida. Mahmud Bidayning uyi mazaydim burun dedi. Zamaydi. Ayolning uyi pinasadi. Yani qanday yo'qolib ketganligini yoki yo'qcha etilganligini bilmaydi. O'g'illari, bolalari arz qilibdi deb angladiq keyin. Dadimiz yo'qolib ketdi deb. Hukumat keyin topolmadi. Izlab etibdi deb angladiq. O tafsilotni uqmadik. Bilmadik yani qanday bo'lganligini. Xo'sh.
Hayır, işte bu milletin hakikaten adamın bu şu vakalikler insan içindirdi şu anda. Bu şu nurgun şaraiti sizlerden burun kelip ba cemiyet kurgan o bu bazı gaplarni ötüp ketdim atlap. Bir yerde til qilib oltamaydı. Qag'an kitapni o'qigan insonlar tushunsa bo'ldi. Shularning o'zining millatiga qilgan muomalasi, masalan, sizlar yangi kelganlar. Yani o'zining millatiga miyada biroz bir qancha yil yashab, miyada bir nurg'un ishlarni bilib, amaliyotda shular masdanga rasmiy millatim uchun ish qilay desa, siz degandek, sizlar yeshibli tashkilot qurmay turib nurg'un ishlarni qo'yib tashlamaslarga. A'lo qilaman degan bo'lsa, niyat bo'lgan bo'lsa, sizlardan mangasi ortiq ishni qila olgan bo'lishi mumkin ham. Qila oladigan bo'lishi mumkin. Chunki o'rni va jamiyat, davlat nurg'un tunaydigan odamlar bor. Ammo ularning yani o'zi Uyg'ur turib, o'zining millatiga ko'rsatgan qilgan muomalalari ya bu inson qabul qilolmaychi bu ishni hamda. Ya bu nima degan bir hamda dushmanim qilgan bo'lsa hamda, men dushman bo'lgan ekan qildi bo'lsam, mening millatim deb turgan insonlardan bizning millat ko'rgan ba'zi ishlar insonlar bu tarix hargiz unutmaydi bu narsani. Mana bu shunday bu sil tarafidan o'tirib qo'yilibdi. Yana boshqa yerdan chiqib o'tirib qo'yilishi mumkin. Hech qachon o'chmaydi-da bu dog'lardi. Haqiqatan ham. Xayr, hamda mesela bu facialarni misal so'zlashni xolislar agar demiş ma'rif jamiyat qurishdan burunqi mayli sizlar mayli Bartajim bo'lsin, mayli Japchan kam qatorlarniki buning hammasi shu kitobda bormi? Bu facialarni agar so'zlashni xolislar biraz so'zlamna. Buni bunda hamda bunu so'zlashdan burun men kitobni o'qidim dedilar-ku. To'liq o'qidim. Albatta, albatta. Men kitobning kirish so'zida mana degan yerim bor. Bazı ahvallarni, şaraitimiz, hozirgi siyosiy vaziyatimiz sababli atlab o'tib ketdim. O'tib ketgan, men yozganlar manchiga insonni ichindirsa atlab o'tib ketganlar qancha bo'lamdi. Men endi qolgani qisqachaday ana shunday yashadik. Men hayotimda bek pushman qilgan ishlarim jiq emas, ammo şu çıkan vaqtlarımızda yaşlı kaynağı, 27-28 yaş vaxtıda o kadar ümit bilen, o kadar jangovar ruh bilen çıkan, bu kadar uzun, şunca işlerini biledikken ben, şunca köp kitap okudum ben, neçe belki neçe üniversiteden bittiğen adam, muğunda bir köp kitap okuşum mümkün emezdi belki. Ta tuğuluşumdan tatıp şehirinin içinde, kendikide, halkımızın içinde yaşayıp çoğun oluptu ben. Hazırım şundak. Zeytinburnu'nda aşı Uygurlar en köp mahallenin 30'da yaşayıp ütüp ben. Ama manda uzun yaşayıp bakışımını fakat yaşayıp bakışım karta fakat ideal tayarlıq qılmap kep. Ben 97 yıl içi diye vatanda alamiz ya ölümüz işkinen birisi dep şu aya bütün planım şu geçe tüzüp diken. Meneki. Moşununga mening naydi könglim yerim. İkincisi, iqtisat meselesiga men köngil bölmepti eken bende. İşler bol olup, pacaklarımızı tengap çıkan, kemerlerimizden arası kıstırıp çıkan, o dollarlarımı uçup gidip yani şu can eşip kaldı. Mesela. Şu iqtisat meselesiga men köngil bölmepti ekenmiz. Yani şunda yaşadık şu vaxtın özüde, hele mana bugün ete, xuddi bir yerden buyruk kep qala, ümit bilen aşına yaşayımızda. Yani bir kısım adamlar var, can cehli bilen ticaret kılıyordu. Pul tapıdı, işledi. Hazır qanday adam bolsa, şu vaqtda özünü şunday adamdı. Ha özüne turmuş bilen yaşadıqlar köpdi. Ama bizge oxşaş şu vatan azat qılsa qıldı. Elemanımız, manamamız dep şu buyruq kütüp turgan adamlar azdık. Mesela şu Abdülcabbar Nabiyam şu Nurpaşa Mahallesi 10. köçtükə vaqf qılıb atqan uyunu mən bir yarım yıldak başqurub durdum. Aramga mangan, ayızdan kəlgən, qiyinçılığı var degəndək adamlar kəlsə 15 gün keçə, öy tep bağıça. Yatsın, ondan cıq yatmışsın, kəlgən ketgənlər köp bolğan degen İstanbulğa. Başqalarının paydalanсын dep, şunda degen. 8 qoş karvat, bir ayrım karvat içində 9 karvat var. Bəzi 8, 10. 14 kişi adam bulup gittik. Başka karvatlarda. Oturup koldak oğlu bala. Çakmaktık. Hele, mana, ana, emmemizden işte şu bir det, şu hazret var.
Mine dim kaçan. Ayna yaşayamada kolumuz işe bağmaydı. Ay bu hem de bunu neme deyimiz. Aş keç geçelep teheccüd namazı okuyumuz. Kündüz güreş görsenden ki naqsın taz yuqur avazı içip etip bazda. Tabanlı ünalğıva. Anlayımız. Senden ayrılıp vatan, yiyen aşım aş emas. Sana telmürgen közlerden kanlar aktı yaşamaz. Yat eldeki altın mı men üçün bir taş emas. Bu derdimle anlatıp salam dağlar vatan git. Şuna yaşayamız, şuna yaşadık. Ama miyakel, ayazdu miyatu da hayatım. Şundak içim puştu mesela, canım sıkıldı. Mehmet bir yere verip işlay dep baktım. Vatanga Mehmet dostumu çatalga çıkıp Türkiye'de işlashga başlaptı dese, o Mehmet dostumu pul tepishga tushibdi ma desa, a gap bana ölümden artık tuyuldu. Ben ishlab pul topib chiqmadim. Mening kimligimni bilmamda meni xalq. Şunun bilan 58 bulvar caddesiga chiqib, shu Isa Yusuf Aliptekin yo'lining tutashgan eg'izida. Shu bir kun 6-oyning 5-ida 98-yil 6-oyning 5-ida. Pishim namozini yandim. Atrofimda 5 odam, 5 o'g'li bor. Mana bilan ol. Qo'limni meni kanach qilib, kim meni bag'ishladi deb, shu 3 qatim vaqadim. Bulvar caddesi, 58 bulvar caddesida. Liq adam. Bütün adamni men qaraydi. Nim bo'lganda. Bashi yenim deybash. Qochida qayta topolmay qoldi. Izzat atib dumuz qildi. Hech bo'lmasa o'lib ketadigan jonga bunda isrof bo'lib ketsa, mening jonim gapaylar. Evet, bu gap Purket'ten bütün İstanbul'a. Evet, biz geldi. Adaş maşında depslerinde de şunda dedim sen. Menla bizne tarixanda işlanla aylığına $200 veray. Türkiye'deki maşında ya, chat eldeki maşında ya 6-7 dükkanına taşlap koyup çıkkanda oçi. Boğan diken, bakağım işlemeğine mesela $200 veraydı. Şu vaxtımızda tarixanda işleydi Allah'ın ki, şagit bolsa $2,000 yukarısı $10,000 işleydi. Otur hesaplar $5-6,000 işleydi bir ayda. O terciler, kurum çapan, tikilağını gibi. Dazmalcı, ötücü, tikücü, tügümücü, öbürlükçü, aşına ne çıkılısın bakken ko. Otur hesaplar, aşına $5,000'dan, yukarısı ustalar, tiz tikilağlar $10,000 pul tapılığa vakitli. Rahmet. 3-4 gündeki Mehmet bir de yanılap, rast bakağı işlemle. Ben bakağışlar. Şuna bilen Karımız Zekalık şirketinde bir şirket kapadı. Çemberli taşta. Mustafa Ketiçiken. Alt qavatlı bu şirket 48'deki adam bakken. Şu vakitimizde İstanbul'daki Zekalık şirketi Zekala uyuşmasının muavin başlığıyken. Yani 3 ortak bakken, cemi 4 ortak açkan şirket. 3 katım sordu. Bakağışlar. Rast bakağışlar. Bakağışlar mı? Bir yarım yıl bakağışladım. O pullarının hem üstü. Şu meningden burun şu vaqtlarda şu mende çıkıp mana qilish quli borma mesela birisi $50,000 pulni ko'tarib chiqib ekan, o şu pulni tugab ketib, o jeni ishib qilib, yatidiga yatapolmay dengiz bo'yiga yeliq yo'g'on qoram toshlarning orasida yetib yashab ekan mesela. Shunda hikoyani anglaydik. Bir yarim yil yashagandan keyin to'xta Mehmet do'stum, endi bo'ldi qayal. Bir $250, $500 atrofida pul qapti. Manadan ayrılıp gelsen, yeni bulduk bilsem, yine bir karışlayıp açığında ütüp gelsen, sen mi aydınız vergi yoğun taşın ağrısı kalırsa, kaş bilen kirip ağrılısı kalırsa. Anlıca ben tügülüp gelirlik, peyit atış bağın adamda, yolda malsamı da 3 bucak mağdağın bop kalırlık da. Vürüp büyüp bunda muştularım özlüğünden tügülüp gitetken. Şuna oynan o, Mehmet Dosun Toңғора daydigan boldu çatı getirip uyurlar. Toңғoradaş, ındaq qılmaqlı dayma, siz Şarkı Türkistan davasını kötüre almağan,
O biri adamның құлыдан келдіған іш емес, o vatanның davası degan ne mundaq qılıb alısılar. Buna hiç kim kötüben degan. Mehmet Dosun Toңғор деп аталдық. Atçıq yaman, Toңqapak, Toңғора, yani neme gaplar var. Ne çıkılır laqamda bu. Şunun bilan aşı saqlab hiç bo'lmagandan keyin oxirida bizim bo'ldi. Endi vicdanınga ay bir alaysa ishladi. Ha, xulos kelam ishladik, pul tepish uchun emas, faqat yashash uchun ishladim. Tapqan pullarimizni yana shu yo'lga ishladim. Bugungacha Allohga shukr turmushimiz normal. Ammo bu vatan davası ustida yashayapmiz. Qo'limizdan kelganini qildik. Hammani qildik. Sog'ni qildi, masxar qilishdi. Masalan, Yüzümü çoğun bilgen adamlarning qishqa bordik. Anda qilmayli, ma tashkilot qurayli, bir ish qilayli dedik. 4 oylik tashkilot degan bir mavzu bor. Shunama butun jarayonlar shunda bo'ldi. Yenmisining qishqa bordik ba'zida. Ma sizdan boshqa adam yo'q, anda mandaq. Xo'sh. Bu siyosiy davomi yaxshi, mana politik siyosat bir qo'ldan chavoq chiqmaydi, ma siyosiy davomi ma shaklda mangsun. Ammo yana bir jihatdan bizning kemindaq qoralliq qismimizmi bo'lsin, mundaq bir ish qila oladigan mundaq debdikanman. Shunda turib ketib atrofidagilarga mavu majara paraslar. Majara paraslar. Majra degan gap nima? Buning mana nusxasi bor ekanda. Jiang Zemin degan Xitoy Afrikadagi falon davlatga bordi ekan. Bizning bayrayli desak bir binasimizmi yo'q, agar hal qiladigan ish bo'lib qolsa dedik. Desak, so'rab boqinglar, Mehmet Do'stning pul deb ketibdimi debdi. Deb shuna gap angladik masalan. Biz shu o'zimiz biladigan odamlardan so'raymiz tarafimizdan. Xo'sh. Ma Lepton degan Xitoy Turkiyaga keladi ekan, Xitoyning tashqi ishlar ministri. Sayohatdan keyin nuqtaliq Sulton Ahmad qator yerni aylantirdi ekan. Sayohat qiladi ekan. Bundaq ahvol. Men bor dedim. Bir o'ylan ketdi. Kechdi. Mehmet Do'stun dedi. Pulingiz tugab ketdimi dedi. Binasi lozim dedim. Men yolg'iz bo'lgandan keyin qo'limdan kelmaydi ba'zi bir ishlar. Bu bunda o'tib ketmaydi dedim. Mina yaşadık. Men her vaqt Sharqiy Turkistonda bir nafar jangchisi deb yashadim o'zimda. Hozir men shunday yashayman. Chunki men Sharqiy Turkistonda bir nafar jangchisi, bir askar. Ammo anda desak, Mehmet Do'stun pul tugab ketibdi deb atgan. Puling mana desak, pulingiz tugab ketibdimi deb atgan. Bu qilayli desak, bir o'tirda bir ish qilayli deydigan odam yo'q. Bu can eşip kılıvatkan, andın hakaretlik çidimay berip, ayad ülüp biravatkan şeydi bulavatkan mesela. Abim kahvalda. O mellam üç boyacak bulup, manda men Toңғорып bakını ben desem, manda ülüp ketken adamda mı var yine. Demek ki bu bizdeki adamdaki normal da bir yerde. Xo'sh, xo'sh. Muşunda yaşadık aynen. Anı kıppak mesela, aş meşalik hücum kılış vakası Xitayga. Mesela şu adım yalgız emas aslında. Ma tunca katım deyilgen gap buldu. Men yalgız emasdi. Ama bu amelga oshmadi. Ertasidan boshlab Mehmet Do'stun mashalik hujum qilmay Xitoyning olimpik mashalik hujum qilaman deb Turkiyadagi Uyg'urlarning obrazini xonakilashtirib o'tadi. Turkiyaning saqchilari hujum qilib, o biz obrazni xonakilashtirib do'konga ketdi men o'sha vaqtimizda Shanlik Uyg'ur market deb bir baqqal do'kon ochib vaqt. O'zimni o't yoqsam, Ozarbayjonda Sapakoyda bir fitna. Mehmet Do'stun Allah bilan ishim yo'q dedi, dindan chiqib ketdi deb bitta taqatdi. Shuna bilan meni murtatib o'lim hukm qilishdi. Xo'sh. Ben bu doktorxonadan chiqib uzun suzib ketgan igizbaslikda bola muddatdan burun tug'ildi. Maryam ismli qizimiz. Ashada o'lib ketdi. Yana menga keldigan ajal o qizimizga keldi. O'ldi. Bu kızımızın namazını bizden mağava, Azırqa, Alimcan.
buğda kıldı 5-6 Uygur 10'da Türklü olup mazalıqda. Mazancırlı koy mazalıqda. Depne kıldık. Yani bu bir cana geldi. Men ma palaket bilen ma işler bilen yürsem bu murtadni öldürüp çapımız dep yürüyülgen peşimdamızdan Stasyon Camii'den peşimdamızdan yenip çıkan cemaatinin arasında aynadı ikkiga bölündü. Bir kısmı sen ayna murtadni qoğdudun taraftarı oldun müşrişimiz dep çapmasıp yürüyüşlük. Ma Xitay konsuli viza bermese Abduzikagacha Oşu Mehmet Usun degan sarang üzügot qo'yilgan bo'lsa viza birdi sarang qo'yg'ashga bizga mana viza bermidi deb Abduzikka bo'lib murishdik. Çık işler buldu. Mana moşunda yaşadım. Bu chat elde. Şuna bilan jangga kelgandan keyin bu ahvollar bo'lgandan keyin bu saqaygan ming bir bola bilan saqaygan bu kishi yenib ketib, bir yil suzilib ketdi. Shu aralaqda do'konda mo'g'az kechib ola deb bikaga berganda bir bitdi. O yenib chiqqan bo'ldik o do'kondan. Satayli Uyg'ur desak hech kim olmadi. Keyin uqsaq Ash Mehmet Do'stuniki do'kondan boshqa odamning do'koni bo'lgan bo'lsa oldi. O xatarlik adam bo'lg'ashqa siyosiy jihatda xatarlik adam bo'lg'ashqa ziyo etib kelishdan qo'rqib qo'ydim. Men $5000 chapinimni kiyib chiqib ketdim. Nima Maltızlagan narsaning o'zidan $5000 yaraydigan narsa. Bir turklar bir do'konda bo'shitib bermoqchi bo'lsa, tutun puli deb $10-20 oladi shu vaqtida. Men tutun puli elish tugul butun chapaniga kiyib $5000 chiqib ketdi. E'lonlar deb shu vaqt bir yig'inda ikki qatim huquqda e'lon qildik, oylaq yig'inda ammadi. Axir bir qiz qirg'izga berdi. Keyin men saqaygandan keyin ishlay desam, ish topolmadim. 8 oydan ishsiz qoldim. Şunu bilan Yevropa aldı, ba'zi bir alaqalda kelib, bu nima ish bo'lib ketib bardi bu Mehmet Do'stunni ish topolmaydi desa, ay Mehmet Do'stundan boshqa odam bo'lsa ish tutib deydi. Bu dardni kimga yig'lab, kimga aytay degan gaplar bor, masalan, ba'zi yerda. Shuning o'zi bir roman bo'lar, agar iziga to'g'ri kelib qolsa, qara. Bu ishlar. Men aşında qilib baxtım, aşında deb baxtık bu yerda jiq ishlar yolg'iz halaqa bir ishlar yolg'iz bo'lmaydi ekan. Oxirida yani Asot mahkemasida sen Sharq Turkiston davosini ko'targanmisan, nimishqa maydonda sendan boshqa odam yo'q deb boshlagan shu sotda hamma narsa deyildi. Buni hammani yezib o'g'ilmaydi. Yani biz Makuchada bir adam çekini eşip ahırık çekiyetgende Maguy'nun zıqı toştu deydigan bir gap. Zıqımız toştu. Ayadın devletinin nazarda zıqımız toştu. Neçe zıqım toşup ketdi mening. Bazı narsalarni yozaman, saqchi bugun ishga qaqamı, ertaga qaqamı deb oshunda o'tirib yozaman ham baharlaymanda. Oshunda qilib baxtim. Bir davomlashishni umid qildim. Davamlaştırılışını ümit kıldım. Dikkat qo'zg'ashni ümit kıldım. Bu jiq ishlar var bu yerda. Xo'sh. Ama unda bo'lmadi. Mening ziqim tushib ketgandan keyin, tushib ketavergandan keyin, yani ziqi to'shqandan keyin qanday bo'ldi? Menda o'ltirishga, sukut qilishga to'g'ri keldi. Ya u yolg'iz qolgan ishning ya bir közge ko'rinmaydigan bir tutaqma chiqadan ish qilib bo'lmaydigan yar yo'lakchisi bo'lgandan keyin men hech tushunmadim o'sha ba'zi ishlarni. Men mushu darajada xorliqda anda qilsak Turkiyaning saqchilik hujum qilib obrazimizni xunuklaştirib atayotgan, shu o'zimizni ko'ydirsak magu Allohni yo'q deb o'zini ko'ydirib dinni murtad bo'lib ketdi deb atgan. Bu qo'g'disima qo'g'diganda deb atgan. Binası yasab Xitay konsulluğu assam Uygurlarni terörist qilib ko'rsatdi dunyoga davatgan. Mana manda qilabatimiz, mana qanday qilamiz, mana desam, pulingiz tugab ketdimi? Pul tugab ketibmi? Men do'stni so'rab baqim davatgan. To'g'ri dedi. Mana o'sha so'roqchilarni ko'rib, yandin, o'sha kunlarni ko'rib bugungi kunga keldik. Turkiyada yashayapmiz. Ölmesi ağrıq çıkmascan bulup. Şuna men muncha uzun yaşap ketishimni o'ylamagan bunda ishlamini qandaq kunlarni kechirganlar degan kelganda Turkiyada. Yana ish qilib
yapcankan Baratacım bularning ko'rgan narsasini kitob tilg'in donasini yana atlab o'tib ketdilarmidi? Deyishni xolim Endi yapcan akam ayat barmış İstanbul'da. Mençe yapcan akam bilen yüzü bilen bir sohbet ötküsüyle yaxşı. Yapcan akam gibini yüzü qıp bersin. Xo'sh. Ba'zi bir gaplarni men tilga olsam yaxshi bo'lmaydi. Yolg'onni ep bo'ldi mana shu bo'lgandan keyin iziqliq. Xo'sh. Endi Barat akam rahmatlik. Masalan shu vaqtning o'zida hamma odam anda deydi, shu vaqtlarning o'zida bu vatan davosiga bunda xizmat masalasida shu 2001-yilgacha 2001-yili biz Ash Mehmet Ümenning uyida tunji qatim ikki jumhuriyatimizni xotirlash faoliyat o'tkazdik. 30'dak Uyg'ur yoshlari yig'ilib. Chet elda ikki Sharqiy Turkiston davlatimizning qurilganligini xotirlab o'tkazgan faoliyat. Tunjisi deb yozdim maktabga, chunki burunqisiga qarata bir material topolmadim men. Ashnodan burunqi tarixda jumhuriyatlarimizni xotirlab bir faoliyat o'tkazib boqqanmi chet elda? Deb. Masalan, o siz bu vaqtida mavjud bu tashkilotlarni o'tkazmamdi? Ya o'tkazmaydi. Bu bizga chiqsak, yilda bir ikki qadam yig'in ochadi ekan. Osman Baturning rasmini chiqaradi ekan bir qadamda, ya mayza qarab turgan rasmi, ya mayza qarab turgan rasmi, ya atqa mingan rasmi, ya atning piyoda turgan rasmi. Bu Sharq Turkiston davos qilganlik bo'ldi ekan. Isa Yusuf Albitikini xotirlash yig'in ochadi ekan. Bu Sharq Turkiston davosini qilganlik bo'ldi ekan. Isa Yusuf Albitik demak Sharq Turkiston demak ekan, Sharqiy Turkiston demak Isa Yusuf Albitik demak ekan. Başka üçüncü bir şahsı yok ekan. Mehmet Emin Buğra'nın ismi, İsa Mesut Sabir Bayquz'un ismi kısmen intayin azsanda tilga eğlenip qaladı ekan. 2000-yillardan keyin Abduqodir Damollaminki, ananikin Mehmet Ali Tevfikning, Abduxoliq Uyg'urlarning ismi tilga elinishga boshladi. 2000-yildan keyin. Uningdan birini anglab boqmagan. Xo'sh. Tilga elinishga boshladi. Sabit Damollaminning ismlariga hali keyin tilga elindi u ishlar. Shu manda gaplarni manda qisqa suhbat desak, menimcha aks ta'sir berib qoladi. Shunga bu Bartajga rahmatlikninki atlab o'tib ketishimdagi sabab Bartajgamninki fojia va kurash ichida o'tgan hayot deb bir kitobini o'qish kerak. Var. 134 betlik kitap. Bir kimga yig'ir kelmaydi, bir o'tirishda o'qib ketadi u. Uni G'ulom Zulfiqar efendim bunda Bartajgam bilan yuztarani o'ltirib og'izdan deb birishni aynan xotirlab chiqargan kitobku deyman u. Shunga kitobni o'qisinki, mendan yaxshi deb biraylaydi. Menda maydonda 9 odam qolganlik degan mavzuda bir qadar to'xtaldim hamda. Eng yaxshisi kitobni o'qisa, meniki 5% bo'lsa, kitobdan 95% chiqadi. Shunga. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Hakikaten programımızın vaqti to'shib, eshib ketdi. Hamda oxirida bir savolim bor endi o'sha. Oxirdagi savolni so'rasam bilaman. Buning hamda shu deganimda sizlarga hakikaten hamda bir inson ham sizning yuqorida so'zlab o'tganlarimi hamda bu sizning yurakda kuyayotgan dardni, o'tni his qilolmaganligi uchun sizlarga har xil nom qo'yib beqildik shu anda bu millat. Yani özümüzden milleti abay dedim hani yattın kâgini yandın, özdün kâgini candın ölüp gidiyor insanga. Mecnun qımamda şuna qıssalarda, hikayelerde oqan tuqqamda. Mecnun'un hissiyatını, onun her xil qılıqlarını haqla qabul qılanmaydan Leyliga bo'lgan. O Mecnun bo'lmag'achqa, o Mecnun'un tefekkürü Leyliga bo'lgan va o her xil hikoya dasturlar yozilgandek nurg'un Turkiyada hozirgacha jiq so'zlaydi uni nimasi. Ama shu Majnunning qalbidagini, hissiyotini, uning ko'ngilini ko'radigan bo'lsa, kishilar ayiblamaydi Majnun yashagan vaqtda. Demak, uni his qilolmaganligi, ko'rolmaganligi uchun shunga endi har xil ism do'p pikayigizishlar hali ham bu millatning ichida ham shunda davom qilib maqdi ekan, afsuski hamda. Rabbim inşallah bu illetini yo'qotishini umid qilamiz Rabbim bu millatning ichidan. Endi shu oxirdagi savolimda menda xalqimiz orasida siljamda shuncha bo'lar sizlar hozirgacha shu o'tning ichida xuddi tungi vatandan chiqqandek
Men Şarkı Türkistan'ın bir askeri degan bir hissiyatı yaşamak bilemdi. Hem de Muşu menden başlap, men özümden başlap deyişim gerek bunu. Bütün muşu muhaciretki halkımızga hazır qaraydigan bolsam, şahs bolsun, teşkilat bolsun, muşu faqatlı gap qildigan, nurg'un sahada gapni deganni titib alaydigan amaliy ish harakat yo'q. Mush yaqinqi yillardagi mushu 2016-17dan keyingi mushuncha vala fojia. Bu vatan uchun silg'amda vatanim deb abayqa she'r deyilgandek, shu vatanning bir tal tuproqimi chet elda oltindan ortiq mana shundab yashayotgan. Unugu talab qilmaylardi. O'zining oilasidan butun oilasidagi urug' avlodini quritib o'tgan Xitoylar mesela onu davamlaştırıp atılgamdı. O vatanını koyup duraylı bir yerge. Mening ailemdeki palan pistanni Xitoy qirib o'ltiribdi. Men chet elda sirtda yashab o'tib Xitoyning nurg'un yerlari bormi dedi. Men qisosimni men bir kishilik qo'limdan kelgan qisosimni olaman deb ya birabi dilo yuz bermaklik. Ya birabi xabarni biz hozirgacha unda bir xabarni biz chiqaramadik hamda. Manda palan Uyg'ur o'sha vatanda Xitoy Kommunist partiyasi xotin balalarını qirib o'tib degan yoki aniq degan. Buning qisosini vatanga boramagandan keyin chet elda bu shaklda olib turibdi. Chunki dunyoning nurg'un yerlarida bunday ishlar chiqamdi. Bunda amaliy ish qilgan narsa, hech bir narsa gap qildigan inson nihoyat ko'p, amaliy ish qildigan insonning hech biri yo'q hamdi. Ya hamdi biz bilinmay qoldikmi buni, hamdi shu darajada bo'lib ketdikmi, nima deb qarayli bu masalalarga hamdi. Yani bu ahvolda masalan Xitoydan qutulish, bu biz umid qilgan narsalarga yetish degan narsa masalan qanday his qiladi bu ishlarni? Bu millatning umumiy shaklda kelib qolgan holatimizni. Qanday his qildi? Siz qanday his qildik? Men qanday his qilishni o'qimadim. Buni qanday his qilsak ular? Masalan, siz qanday his qildi? Men shu uzundan buyon balqa nihoyatda cho'ng bir savol ishoratida turayotgan masala jo'mdi bu halqa. Yani her xil sahadagi insonlarga buni so'rasa har xil shaklda javob berib boqadigan hamda. Ammo amaliy ish qildigan, amaliy masalan Xitoyni bir slash kichik vaqtida qilgan bir ishni o'ylab, manda bir ishni bir kishilik bo'lsa, masalan bir shaxs sifatida, tashkilot, bir guruh sifatida emas, yani bir kishilik bir shaxs sifatida bo'lsa-mu, berdigan uning bir Xitoyga amaliy bir bunni qantidigan bir ish amaliy holatda yuz bermoqlik hamda. Yani bu darajada hamda yo'qitib etildik biz hamda vijdon hamma narsa. Bek uzrab ketdi, men suhbatimiz jiq gap qilib qolaman. Mening gap qilishim niyatim yo'q. Mana shunday ishli quruq gap bilan faqat xo'sham yo'q adamdim. Gap qildiganmi qilaverdi. Men Turkiyada yashayotimiz kelimiz. Turkiyada yanbaxti deb bir gap bor. Yanbaxti jinoyati deb. Birisi ayoli bilan yo'lda ketyapsa, yana birisi da ko'zini qurg'ida qarasa, yanbaxt, mening xotinimga yanbaxti, da o'g'irlikchi qarab olding deb yildan necha o'ni bir-birini o'ltirib ketdi. Chonab ketdi. Nurg'un ahvollar, deyillar yuz berdi-ku. Yanbaxti jinoyati deb sizlar shunday xabarlarni olib boqqan. Albatta yani. Bunda xotiniga qarab qo'ysa, qarab qo'yganga bir yilda necha 10 odam o'ltirildi, necha yuz chonalib ketadi davlat. Bizning o'ylarimizda ota-onamiz, ota-singli xotin bolalarimiz vatanda ashundaq yotadi, ashundaq holatda. Bu qandoq bunda jim tura oladigan bu odamlar. Buni tumi zanjirda bog'lab qo'ysam, bundan jim tura olish mumkin emas-ki, bu aqlga sig'maydi. Men bundan aqlamayman. Tamam, mening ziqim to'shib, necha ziq to'shib ketganligi uchun lammayada hozir yashayapman. Tilini uchoq kelganda gapi bor, uni desam bo'lmaydimdi uni. Ammo mush xalqning xotinlarga, bolalarga, ota-singillarga mundaq ko'zining qirig'ida qarab qo'yganga chanabitida o'ltirib bitadi, ma xalq, boshqa odamlar bu bizning vatanda bo'lib atgan ishlarga bu qandoq jim sukut qilib tura oladiq. Soykırım deb kafir, kuffar, mushrik deymiz. Shular soykırım dedi, shular chidimidi. Soykırım deb e'lon qildi. Qanday qirg'inchilik yurgizyapti dedi. Dunyo. O'ylarini etib ishlarini sirtdan qulib etib, aqaraqallik odamni ko'ydirib o'ltirib etdi. Eng andisi.
Ay chiroyli ismlarni qo'yib millionlarcha odam g'oyib, millionlarcha odam o'ltirib etdi, izdireksiz yo'qotib etdi. Millionlarcha odam hozir turmalarda, asr kamplarida yotib uyda odam yo'q. Uylarimizda Xitoylar yetib muncha zulm, muncha ahvolga sukut qilib jim tug'izayotgan qandoq bir kuch bizning odamlarimizda. Men buni tushunmadim. Menimcha buni bu zanjirda bog'lab qo'yib odamni bunday jim to'xtatib qila olmaydi. Mantiqi va bu qandoq. Deymamda musha kelganda men eng yaxshisi bunda baş. Hayır. Allah razı olsun. İşqilib qisqa gap chiqchimi haqiqatan. Ko'p rahmat. Yana boshqa yurak so'zlar bo'lsa, ansaq bo'lmasa, o'sha tugaydi. Yurak so'zim bor vaqtim riyaga berib ketdi. Buguncha o'sha tugaydi. Sizga rahmat. Rahmat. Allah razı olsun. Gapga o'tirishim. Qadrli ko'rmanlarimiz, shuna qilib programmamizni o'sha oxirlashtiraylik. Qolgan hamda har birimiz o'zimiz o'ylaylik qolgan masalalarni. Va tekrar bu kitobni o'qishga tavsiya qilamiz xalqimizga. Va boshqa jihatlarda albatta tiyildi deyish masala. Allah ömür bersa yana bir sondagi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.